Assalomu alaykum azizlar. Bugun shunaqa zo'r kun bo'ladi. Xudo xolasa, Pro Business Woman kursini birinchi potokini bitiruvchisi Nilufarxonni aynan rivoj o'quv markazlariga, yangi filiallarga tashrif buyuryapman. Qani bu filial qancha daromad olib kelyapti? Raqamlarda meni savollarimga javob bera olinglarmi? Ko'ramiz. Assalomu alaykum, ustoz keling. Assalomu alaykum, kuzimsiz. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Bu filiallarni ham raqamizatsiya qilib katta masshtablar nasib qilsin. Inshaalloh, inshaalloh. Bor bo'ling, sog' bo'ling. Qanaqa endi bu? Xudo xolasa yaxshi. Endi har oyda biz bittadan kurslar o'qiymiz. Qizlarimiz kurs o'qishadi. O'sha o'qiganimizni hammasini sertifikatlari. Zo'r. Malaka oshirish. Sig'maganlari xonada malaka oshirish. Men rosa yaxshi ko'raman tadbirkorlikda aynan xodimlarni malakasini oshiradigan, davomli ularni o'stirib boradigan. Chunki nafaqat sizni korxonangizga, balki jamiyatga naf tegadigan bitta ish qilayotgan bo'lamiz, to'g'rimi? Xo'p, tanishtiring. Xodimlarimiz ham har oy o'qib o'rganishdan charchashmaydi, erinishmaydi. Men Siroyilova Nilufar Abdumajidovna 14 yildan beri dialektologiya, logopediya sohasida ishlab kelyapman. Shu kungacha 500 dan oshiq bolajonlarga korreksion yordam ko'rsatganman deb ayta olaman. Ish faoliyatimni oddiy bog'chadan, maktabdan, xususiy bog'chalarda ishlaganman. Hozirgi kunda mana 2 yildan beri o'zimni xususiy markazimda ish faoliyatida. Men birinchi Pro Business Womandagi hamma o'quvchilarimda sizda bitta narsani sezganman. Maqsadingiz ta'lim sohasida eng katta masshtabni faoliyatda xalqqa manfaatim tegsin. Ko'p bunaqa sohalar ustoz va masshtablashmoqchiman, lekin asosiy maqsadim foydali bo'lish deganingiz alohida e'tirof etishga o'rinli. Ayniqsa korreksion pedagogikada bu narsa juda ham hozirgi kunda dolzarb. Juda, mashalloh. Endi shu niyatingizga qanchalik yaqinlashdingiz? Bu markazda qanaqa sig'im, potensial, nechta o'quvchiga xizmat ko'rsatyapsizlar, nechtagacha masshtablash mumkin? Hozirgi joyimizda o'zi 3 karraga masshtablashdik deb ayta olaman bemalol, chunki oldingi kichkina joyimiz 3 ta xona edi, 50 kvadratgina joy edi. Hozir 230 kvadrat joydamiz. 7 ta xonamiz bor, 6 tasi korreksion darslar uchun, bittasi sensor xona va hozirgi kunda bemalol ayta olaman, mana 150 tadan oshiq bolani qabul qila olamiz individual darsga. Individual darsga. Bitta darslarga. Tanishtirasizmi ozgina jarayonni? Hozir bizda mana logopedik korreksion ish bo'lyapti bu yerda o'zimiz bilan. Demak, mana shunaqa xonalarda individual shug'ullaniladi har bir bola bilan. Shug'ullanadi. Mana men bunaqa hamma motor doroshkalar qilamiz, chunki har bitta bilamiz, endi biz bosh miyani rivojlantirish ustida ishlaymiz. Har bitta neyron aloqalar motorika rivojlanganda, sensor tizim rivojlanganda bo'ladi. Shuning uchun har bitta darsimizda bola bekor o'tirmaydi, faqat sakraydi, o'ynaydi, yuguradi va rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni oladi. Tushundim. Xonalarimizni shunaqa jihozlaganmizki, hozirgi kunda bolalarning diqqati juda ham tarqoq, xonalar tiydan bo'sh qilingan, faqat kerakli mashg'ulot uchun kerakli narsani ustozlarimiz bu yoqdan olishadi va olib kirib, olib chiqishadi. Chunki ko'p o'yinchoqlar ham bolaning diqqatini chalg'itib qo'yadi, yaxshi natijaga bora olmaymiz. Bolalarimizda logopedik mashg'ulot davomida massajlar olishadi. Shunga mos qilib, mana hozir ko'rib turibsiz, neytralniy xonalar tayyorlaganmiz va o'yinchoqlardan xoli. Mashalloh. Chunki STVG'si bor, giperaktiv bolalar juda ko'p hozirgi kunda. O'shaning uchun pustoy xona bo'lishi kerak. Ko'p bo'lgan xona diqqatini chalg'itadi, diqqati bo'linib Shuning uchun kerakli o'yinchoqlarni ham mana konteynerda turadi, olishadi, olib kirishadi, olib chiqishadi. Har bitta polkani o'zini nomi, o'zini joyi bor-da. Polkangiz bilan tanishtiring. Polkalarimizda hamma metodikalarimiz saqlanadi. Bolalar uchun kerakli uni nutq ustida ishlashyaptimi yoki harakatlari ustida shu kerak narsani olishadi, ya'ni dars mavzusiga mos narsalarni olib, xonaga olib kirib darslarni o'tishadi. Bu ota-onalarimiz ham, bolalarimiz ham, ustozlarimiz ham eng metodika baza yaxshi ko'rgan joyligi. Ajoyib. Mana bu kichkina nimaga? Endi biz har xil tematik mavzular bilan bolalarga yondashuv qilamiz. Bu atrofida nimalar borligini ko'rishi, uni his qilishi, haqiqatga yaqin bo'lishi uchun kerakli o'yinchoqlarni olamiz. Misol, har xil o'yinchoqlar bor, sifatli, eng qimmat, yaxshisini olishga harakat qilamiz. Shu haqiqatda mana o'xshasin. Tovuq deganingizda tovuq o'xshata olsin bola. Haqiqiy rangida bo'lsin. Rangida, ko'rinishida. Tabiatga mos bo'lsin, ko'rinishida. Tabiiy bo'lishi kerak, chunki bizani bolalarimiz ko'pida
miyaga aloqador o'sha nevrologik muammolar bo'lgani uchun ular hayotga bog'lolmaydi ko'pincha. Ko'chada ko'rayotgan tovuqni mana bitta biz boshqacha multiyashni ko'rsatsak, u bog'lolmaydi. Shuning uchun biz haqiqiy ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, YouTube'dagi videolar ham haqiqatan chetda-ku endi. Juda ham yorqin ranglarni ishlatishadi. Endi juda ham bolalar soatlar, to'g'ri soatlab shu anaqalarni ko'rishadi. Demak, zarar. Aslida o'sha anaqani buzilishi, korreksion buzilishi shundan kelib chiqadi. O'zi ham yorqin ranglarni ko'payib ketganligi bola tabiiy rangni o'zi qabul qila olmayapti-da. Hozirgi kunda ko'rsangiz, intellekti joyida bo'lgan bolalarning ichida ham oddiy rang tushunchasini bir oylab o'rgatayotganlarimiz bor, 3 oylab o'rgatayotganimiz bor. Chunki ular internetda, YouTube'da yorqin rangni rang hisoblab o'shanga o'rganib qolishgan. U ishni qabul qiladi faqat. Oddiy mana bu qizil deganimizda buni tabiiy qizilligini tushunib olishi qiyin. Juda katta og'riq lekin. Ya'ni biz e'tibor bermaydigan qancha moment bor ekanda. Bizda korreksion pedagogikada, oddiy pedagogikadan farqi juda ham katta. Bu fayllar qanaqa fayllar? Bu yerda metodikalar turadi. Har bitta bolani tug'ishini, grammatikasini, ya'ni misol uchun bolalarimiz bor. Misol R tovush chiqdi, endi uni so'zda, bo'g'inda, she'rda ayta olish kerak. Shuning uchun har biriga mana papkalar ajratilib, yozib qo'yilgan. O'sha kerakli bola uchun olib kirib bemalol foydalanish uchun yoritib qo'yganmiz. Keyin grammatikada bog'langan nutqda muammosi bor bolalarimiz bor. Hozir 1-sinfga chiqayotgan bolalarga bitta rasm ko'rsatib hikoya qilib bergin desangiz, juda ham so'z boyligi kam, hikoya tuza olmaydi. Oddiy bittagina gap bilan shuni ifoda etib beradi. Biza uni bog'langan nutqini boyitish ustida, har xil kartochkalardan gaplar tuzish, bog'lash ustida ishlaymiz. Mashalloh. Men aslida endi maktab hozir mana maktabda ham logoped xizmati bor menda, logoped kerakli, o'zingiz tavsiya qilgan mutaxassis kerakli. Va hozir mana shuncha narsasiz o'tadi-da. Endi men bunaqa instrument qilmaganman, chunki faqat nutqini to'g'rilash, qaysi harflarni chiqarib berishdi. Lekin aynan farzandinglarni harfida, miyasidagi tuvishlarida, tashqi faktor bilan ichki faktor bog'lab berishlarida haqiqiy professionallarga murojaat qilish qanchalik muhimligini hozir mana yana tushunib aytolmadim. Hammasi bitta fokusirованный narsaga. Men kompaniyalarni aytganda nima dedim? Men kompaniyalarni aytganda aytadimki, agar bu kompaniya faqat mobil telefon chiqarayotgan bo'lsa, u eng zo'rini chiqaradi. Agar bu kompaniya faqat xizmat ko'rsatish sohasida, ta'lim sohasida bo'ladigan bo'lsa va ta'limni qaysidir bo'lagini faqat shu, masalan, buxgalteriya bizda Arkoda, shu bo'yicha bo'lsa, u eng zo'rini qiladi. Chunki uni rivojlanishi bo'ladigan va eng top mutaxassislarga murojaat qiladi. Sizda ham bormi shunaqa mutaxassislar? Bizda ham faqat o'sha aynan o'zini sohasi mutaxassis, defektolog ishni boradi, logoped. Hatto mini bog'cha ochganmiz, o'tdagi ishni ham defektologlar boradi. Intellekt rivojlantirish ustida defektologlarga aytadigan yo'q. Oddiy bog'chapalardan ko'p taklif bo'ldi, lekin biz baribir defektologlarni qo'ydik. Chunki ular miyani rivojlantirish etaplarini, bosqichlarini bilishadi. Shuning uchun ham aynan faqat defektolog. Mana hozir AFK xonasi qilganmiz, AFK mashg'ulotlari ochganmiz, lekin o'tda ham o'zimizni defektologlar. Bu sensor xonamiz. Uncha chiroyli, inshaalloh. Sensor integratsiya qilamiz, chunki hozirgi kunni bolalarida sensorli muammolar juda ham ko'p. Sensor degani bu bu anaqa tashqi muhitdan kelayotgan hislarni analiz qilish, bunda обработка qilish jarayonlarida muammolar bor. Mana yorqin ranglarni ko'p ko'ryapti bolalarimiz deymiz, u ko'ruv idrokini ishdan chiqaryapti. Ya'ni o'sha qizil deganingizda qizilni terib olib berishda qiynalyapti yoki har xil rasmlar qo'yamizda, o'sha yerda nima rasmlar tasvirlangan ko'rsatib ber desak, o'shalarni topib qo'yib berishda qiynalyapti. Chunki u yorqin rangli televizorda ko'ryapti, YouTube'da ko'ryapti, ko'ruv idrok ishdan chiqyapti. Biza bolaligimizda tushunmasdan qilgan ishlarimiz hammasi to'g'ri ekan. Hammasi sensor integratsiya, neyrokorreksiya bo'lgan. Oiladan anaqalar qilib divanlar yasirdik, tabiiy rivojlanish bo'lgan. Shuni aytmoqman-da. Mana men bitta ko'ryapman, biza daraxtlarga chiqardik misol uchun-da. Hozirgi bolalarimiz daraxtga chiqmayapti, bizani xonamizda chiqaryapmiz. Meva terardik, daraxtga chiqardik, bir yiqilib ko'rardik. Tosh o'ynamayapti, biz tosh o'ynab tosh o'ynardik. Voy, qarang, hammasi tabiiy rivojlanish bizda ko'chada bo'lgan. Hozirgi bolalarimiz ko'chaga chiqib o'ynagan desangiz, 5 minut o'ynaydi, yana telefonda. Tabiiy jarayonlar buzilgani uchun rivojlanishdan orqada qolish ko'payyapti. Mana asl sabab.
ya'ni bolalarimiz ko'chaga chiqib loy o'ynab qatnimdir qirqib tuproq o'ynab qum o'ynab kelganda ham bir ba'zi onalarimiz xafa bo'lishgan, lekin bizlar rivojlanayotgan va idrokimiz, tafakkurimiz oshayotgan momentda yashagan ekanmiz, to'g'ri? Keyin o'sha bolalar 5 yoshda gapirib ham keta olgan, chunki harakatdagi bolalar bo'lgan. Lekin hozirgi 5 yoshda gapiradi degan bolalarimiz harakatdagi bolalar emas. 3 yoshli bola 3 soat harakat qilishi kerak. Zo'r aytdingiz. Telefonda mana bu Nastya bo'ladimi, Vlatiniki bo'ladimi, endi ko'p hozir YouTube'da mani onajonlar tushunishadi. Telefonda yana e'tibor bering, u YouTube'dagi video naqalar juda tez. Bitta kadrdan ikkinchi kadrdan bitta hammasi yorqin kadrlar. Men shuni sezyapman va bola bu harakatdan qoniqib qoladi. Xuddiki shu harakatni o'zi bajarayotgandek his qilib qoladi. Va o'zi harakat qilish kelganda nima bo'lib qoladi? O'zi ham hiperaktiv bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. U miyani tizimini ishdan chiqaradi, chunki kadr almashtirish miyani funksiyasini buzadi. Siz hiperaktiv. Taqiqlarni men hozir kunda emas, taqiqlaysizmi mutaxassis sifatida? Taqiqlaysizmi? Masalan, YouTube, Vlatinikini, Nastyani, yana juda ko'p. Meniki endi ko'proq shuni ochib bering deydi. Lekin 3 yoshga mana to'lyapti, lekin 3 yoshga to'lganda ham biz har kuni kechqurun 1 soat, 1,5 soat o'tiryapmiz, bo'yayapmiz, bu pecheniymi deyapmiz, tushuntira oldimmi? Maza qilyapti. Tabiiy jarayon o'zi miyaning ehtiyoji. U telefonda o'tirgandan keyin unga yoqadi, dopamin chiqadi, bu narsani xolayveradi. 2 kun bermasangiz, 3 kun bermasangiz, bola tabiiylikni ko'rib, o'tda o'ynash mazaligini his qiladi. Men hozir mana oldimizga kelayotgan bolalarga umuman telefon bermasangiz ishlaymiz deyman. Chunki men bu yerda korreksiya ish olib boryapman, miyani neyrokorreksiya qilyapmiz. Siz yana telefon berasiz, u orqaga ketaveradi bolangiz. Telefonni to'xtata olmayman desangiz, boshlaymiz deymiz. Telefonni nima qilganmiz, taqiqlaganmiz. Hatto uyga orqada qolayotgan bolada uyda ham telefonni olib qo'yganmiz. Yaxshi natijalar kuzatilyapti. Tavsiya qilamiz. Siz tavsiya qilasizmi? Men tavsiya qilaman. Men 100% tavsiya qilaman. Men oldim kelgan bolalarga birinchi so'raydiganim telefondanmi deyman. Telefon ko'rib orqaga ketdimi deyman. Chunki nutq o'zidan o'zi orqaga ketmaydi. Bola tabiiy ko'rib, taqlid qilib rivojlanadi. Bola ko'rmayapti, demak telefonda, uni diqqati telefonda, ota-onasini gaplashganini, jonli muloqotini ko'rmayapti, nutq shakllanmaydi. Telefondan bo'lsa, boladan telefonni olib qo'yishimiz bilan bir haftada o'zgaradi bola. Bir hafta boshlaydi, bir haftada. Nevrologik, ruhiy muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda o'tda davolash ishlari boshlash kerak. Hozir men e'tibor berdim. Bundan oldingi qizimizni chiqqisi kelmay yig'lab, onalari zo'r. Bizda hamma bolalar shunaqa. Mana necha kvadrat joy? 230. Yo'q, bu yoqda hozir. Bu yerimiz bilmayman. 200 bo'lsa kerak. 60 kvadratmi, 70 kvadrat bo'lsa kerak, shunaqa. Endi 60 kvadratli joyi shunaqa qilib qo'yish rasxodi qancha? Bu yerda rasxodi biznesni ham aytaylik-ku, qolganlar sizda bo'lsa, shu uchun men kredit olmoqchi bo'lganman. To'g'ri. Kredit olaman, yo'qmasam bo'lmayotgan, chunki оборудование mana shu burchakda turgan narsani o'zi $1000. Mana shu narvonlar. Qo'shimcha yana bor $100, $100 qilib, mana shu turishini o'zi bir $16,000 chiqqan. 16 ming. Nima bo'ladimi? $1000. 1,5 ming. $1,5 chiqqan 16 million so'm. Yo'q, 20 million. 1,5 ming, 20 million olaman dedingiz-da, o'sha paytda. Yo'q, 100 million olmoqchi bo'lgandim. Men polni endi aniq qilaman. Bu оборудованиemiz o'zi, mana o'zi. Aynan o'yinchoqlarga deganingiz esimda-da. O'yinchoqlar shuncha chiqyaptimi degandim-da. 16 qanaqa bo'lyapti shunda? 16 20 million. $1,5 deylik. $1,5 ming. 1,5 ming. 20 million, 19 millionga yaqin summa bo'ladi. Boshqa yerda aytishim kerakmi? Yo'q, kesib olsa bo'ladi. Kesasizlar endi ozgina. Xo'p, shu $1,5 ga bitadi. Yo'q, buni o'zi 1,5 ming. Оборудованиеni o'zi. Оборудование. Men bilan ham qo'shsak oshadi lekin. Umumiy qilib-ya. Mana nimaga unaqa deyapman? Ochiq aytavering. $3,000 ketgan bo'lsa, $3,000 $3,000 ketgan, lekin konditsioner, amanbi. Yo'q, konditsionerlar bu hamma joyda bo'ladigan. Jihozlash. Misol, buni o'zi hozir 13 million bo'lgan. Bo'ldi. 3,000, 4,000. Da. Mana ham oldim. Necha pulga oldim? 13 millionmi bo'lgani, adashmasam. Qarang, $3,000 ketgan. $3,000 zo'r. $3,000 ketsa, men nima unaqa savol berdim hozir? Bir 60 kvadrat metr joyimizga $3,000 ga biz farzandimizga shunaqa
jihozlar bera olamizmi farzandimiz rivojlanishi uchun, maza qilish uchun va ayniqsa xususiy maktab, xususiy bog'chalarga ham xuddi shunaqa narsa tavsiya qilgan bo'lardimki, ko'pincha xonani ichida bo'ladi va aytganingizdek distraksiya, to есть fokuslari, diqqatlari hamma joyda bo'ladi. Bolalarda, o'yinchoqlarda, televizorda. Masalan, xususiy bog'chaga men televizorni sizga aytganim, taqiqlaganim, qo'ymanglar televizor. Uyga televizor yetadi degandim. Ota-onalarga aytaman, bog'chaga bering, o'zbekcha endi o'zbek oila bo'lsa, o'zbek bog'chaga bering, kirib ko'rib chiqing, hech qayerda televizor yo'qmi? Mashalloh. Chunki siz televizordan uzilish uchun boryapsiz, kommunikatsiyaga o'rnatish uchun boryapsiz, televizor ko'rib harakatsiz o'tirmayaptimi? Va asosiysi ham aytaylik, bu yerda jamoa. Ya'ni bu xona bo'lishi mumkin, bu xona zo'r jihozlanishi mumkin. Uyingizda ham xuddi shunaqa xonani jihozlashingiz mumkin, lekin bola bilan bunaqa shug'ullanish har bir bilan individual nima deydi, harakatlariga mos, unga mos ravishdagi programma, dastur asosida rivojlanishi hamma ona ham qilib bera olmasligi mumkin. Hamma pedagog ham qilib bera olmasligi mumkin. Jamoa haqida nima deysiz? Nechta jamoangiz bor? Jamoamizda hozirgi kunda 15 nafar xodimimiz bor. 15 nafar. Ikkitasi administratsiya bo'lsa, qolganlari defektolog, logopedlar hammasi. Jamoamizdagi qizlarni biza qadriyatiga qarab olamiz, chunki bizaga tushishi endi nima deydi qanaqa deb bo'ladi? Qadriyatni birinchi o'rinda to'g'ri kelishi kerak ekan. Chunki keldi har xil mutaxassislar, defektolog, logopedlar ko'p kelishadi. Bilimi zo'r bo'lsa ham sizga tushmasa qiyin ekan, ishlab keta olmas ekansiz. Qadriyatni to'g'ri kelgan, haqiqatda siz tomon yuradigan. Misol, meni o'zimni hozirgacha maqsadim pul topmay, foyda beray. Bizani misol uchun o'sha bergan natijamiz, foydamiz bilan eslatsin deyman. Qizlarimni ham qarashi shunaqa bo'lishini xohlayman. Shunaqa qarashli qizlarni olaman. Misol uchun bolani haqiqatda rivojlanishini ko'rib maza qiladigan xodimlar. Ana qo'yib olishga zo'rda, da? Nargiza ham shunaqa. O'zi shunda uch kun kelyapti. Men to'shni ko'tarmaydi. Yo'q, ko'taradi. Sinab ko'rganmiz. Ko'ring. Yo'q. Biz buni o'rnatganda birinchi sinab ko'rganmiz. Mana arg'imchoqda. Arg'imchoqda, bolaligidagi arg'imchoqda. Shular hammasi o'zimiz vestibulyar tizimlarni rivojlantirganmiz. Mashalloh. Shu boya aytdingizda 50 kvadrat metrdan hozirgi joyingiz 230. 230. 4,5 baravar, 4 baravar katta masshtabda olish qo'rqinchli bo'lmadimi? Qo'rqinchli bo'ldi. O'shaning uchun sizni kursda o'sha nima deydi, joyida o'sha kurs bo'ldi-da, menga ruh berdi. Keyin qanaqa nima yurish kerak, nimalarni nima sababdan qo'rqinchli bo'lmadi? Mana chunki hamma ayollar hozir masalan kursda o'qimoqchiman, bilmoqchiman degan hamma ayollarda xuddi sizdagi qo'rquv bo'lgan. Xuddi sizdagi yo'q, hozir to'xtab tur, sal pul yig'ib oling, keyin qilaman, mana shu 50 kvadratni to'g'irlab oling. Jamoangiz nechta bo'lgan? 15. U paytda 7 ta. 7 ta bo'lganda, o'sha qarang, 2 barobar oshgan. 2 barobar oshgansizlar. Masshtabda 4 barobar oshgansizlar. O'quvchingiz nechta edi? O'quvchimiz o'sha o'tga o'zi 66 ta o'quvchi sig'ardi. Bizada 70 ta bo'lib ketgan edi. U paytda sig'may qolayotgan edik. Hozirgi kunda bir 90 tadan oshiq o'quvchimiz bor. Endi to'ldirishimiz kerak. Hozirda 90 ta edi. To'ldirasiz. 150 talik. 150 taga sig'adigan sig'imimiz bor. Sig'imlar bor. Zo'r. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Qo'rquv qanaqa bildingiz? Qo'rquvni birinchidan men nuqul o'ylardim. Siz o'sha Apex Copex deganingiz, Apex. O'shanda men nuqul o'ylardim, o'zimni joyimda ochishim kerak. Men arendani pulini qoplay olmasam-chi degan qo'rquv bo'lardi. Lekin o'shanda aytgansiz, eng risksizi Opex. To'g'ri aytaman. Opex. Eng risksiz Opex ochib ko'rish kerak. Tavakkal Allohdan deganman, keyin o'zimga ham ko'p aytganman, ochmoqchiman, nima qilay. Lekin o'sha yerda olgan bilimlarim, ya'ni moliya, pulni qayoqqa rejalashtirish keraklik, hatto bu yerda ochganimizda animal issiq bo'lib turadi, bizda konteyner yo'q edi. Ota-onalar kelishyapti, xonalar issiq, dars o'ta olmayapmiz, qiynalyapmiz, ota-onalarga aytamiz, bir hafta kutib turinglar, pul mablag' yig'ib olaylik. Keyin sraz konteynerlarni qo'ydirganmiz. Ko'chib kelganmiz, to'lmagan joylarni shu yerda to'ldirganmiz. O'zini оборотini o'ziga
qo'yib to'ldirgansiz. Yo'naltirganmiz pulni. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. U yerda o'tirganimda hali menga misol oddiy mana shu xonani o'ziga $3000 kerak. Meni qo'limda hozir $5000 bor. Remont o'ziga ketadi. Ustalar yana $5000 so'rayapti. Yetmas ekan, o'sha 5000 menda minus. Bo'tga yana 3000 kerak. Menga hali ko'p pul kerak ekan. O'tirib tura qoling. Eshik taqlatib mijozlar kelishyapti, bolalar kelishyapti. Biz ola olmayapmiz-da, uni joy yo'q, bo'sh xona yo'q. Oling deyishyapti, biz ola olmayapmiz. Yo'q, chiqib ketishimiz kerak, yo'q tiqilib o'tiraverishimiz kerak. Lekin shartta ko'zimizni yumdik, mana shu joy chiqib qoldi. Keyin bizani arendatorimiz ham juda insofli odam ekanlar. Shuncha qilgan rasxotimizni ko'rib, noyabrgacha sizga tegmayman dedilar. Mashalloh. Hamma ham qilmasa kerak bunaqa bizga rosa ustupkaga bordilar. Ta'lim yo'li ekan, tем более sizda korreksion ta'lim ekan, sizga tegmayman dedilar. Hozir ham aytibdilar, tepani oling, pastni oling. Men xayrli ish uchun beraman dedilar. Mashalloh. Yaxshi ko'raman. Alohida hurmatga sazovor chiqibdilar. Amallar niyatga bog'liq. Niyat katta bo'lsa, niyat foydam tegadi. Eng zo'r masshtabda millionlarga foydam tegishi, bu bilimimni millionlarga manfaatli bo'lishini xohlayman desangiz, 230 kvadrat emas, 230,000 kvadrat metr nima qiladi, kichkinalik qiladi degan. Arenda ham yopilar ekan, xodimlarning oyligi ham mana xudoga shukr yopilyapti. Mijozlardan keladigan pul taqsimoti, mana shunda esimda bor, aytgandim. Mijozlaringiz bor-ku degandim. Sizda aniq mijozlar bor. Hozir hamma mijoz qidirishdi. Marketingizda sizda tayyor mutaxassisligingiz qilgan ishingiz sof, ko'ngildan zo'r bo'lgani uchun mijozlar oqimi bor-ku. Nega qilmaysiz? Nega masshtablashmaysiz? Chunki biznes mijozdan boshlanib, mijozdan shu gapingiz ham rost, menga aniq bo'lgan. Bizda mijoz ishing tagida turibdi, ichkariga kira olmayapti. Kirg'izish kerak edi, keyin shart ochganmiz. Bir oy ichida remont qilib tashlashganda, bu pustoy katta joy edi. Tez devorlar qilib, bir oyda qilib berishgan, ko'chib o'tganmiz. Shunaqa ilm markazlarini masshtablashishida, rivojlanishida va eng asosiysi shuncha bolajonlarga manfaatli, foydali bo'lishga sababchi bo'lgan kursimdan xursandman va sizni bunaqa muvaffaqiyatingiz meni faqat xursand qiladi. Davomli bo'lib, inshaalloh 230,000 kvadratga ham borish nasib qilsin deyman. Bravo. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ayollar. Bugungi podkastimizni o'zingizlar bilganinglardek, Rivoj o'quv markazini asoschisi, rahbari Nilufar xonim bo'ladilar. Bugun mehmondamiz va bu podkast hammamizga manfaatli, xayrli bo'lishni niyat qilib boshladik. Xush kelibsiz ustoz markazimizga. Sizni kelganingizdan juda ham xursandmiz. Bizani birinchi qadamlarimizdan qo'llab-quvvatlayotganingizdan juda ham xursandmiz. Albatta, men ham xursandman. Shunaqa katta, yaxshi, manfaatli yo'nalishga, ta'lim yo'nalishidagi ishlaringizga qaysidir ma'noda sababchi bo'lganimdan va bugun biz nima haqida gaplashamiz? Aynan men endi o'quv markazi, rivoj markazini aynan sizni mutaxassisligingiz bo'yicha yondashamiz. Qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz, tajribalaringiz bo'yicha, keyin asosiy savollarga o'tamiz. Men Isroilova Nilufar Abdumajidovna 14 yildan beri shu dialektologiya, logopediya sohasida ishlab kelaman. Endi institut tugatgan yilimdan 4-kursimdan ish boshlaganman. Oddiy bog'chada logoped bo'lib ishlaganman, maxsus maktablarda oligofrena pedagog bo'lib ishlaganman, boshlang'ich ta'limlarga dars berganman. Keyin karantin yilidan boshlab men uyda bo'lib qoldim, bolalar bilan bo'ldim va ko'p onlayn tarzda o'zim ustimda ishladim, o'qidim va uyda o'qitishni boshladim. Uyda o'quvchi o'qitdim deb o'sha bir kunning ichida menda 20 talab o'quvchi bo'lib ketdi. O'zimni kuchim yetmadi. Men tushunishni boshladim. Uyda men bitta o'zim yetmayman buncha bolaga. Endi demak men birinchi uyda boshlaganman. Uyda mana karantin 20-yil karantin bo'lgan bo'lsa, 21-yil o'sha men uyda o'qitardim-da. O'zim o'qitardim. Chunki oddiy maktabda, massiviy maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlaganman 1 yil. Nimaga ishlaganman? Chunki maxsus maktabni aurasini ko'rdim, oddiyni ko'rib, men o'rtani topmoqchi bo'lganman. Ya'ni bolalar zehni, intellekti joyida bolalar boshqacha. Maxsus maktabdagi bolalar boshqacha. Qanaqa razlitsa bor, ularda qanaqa yondashuvlar bor ko'rmoqchi bo'lib 1 yil ishladim. 1 yil ishladim va o'tdagi jamoa, ota-onalar meni defektologimligimni bilib, shunaqa sinf berishdiki, u sinf 4 yil ichida unaqa boshlang'ich o'qituvchiga yo'lchimagan, nima deydi, qaralmay qolgan mehrga tashna sinf edi. 1 oy o'sha karantindan chiqishdi u bolalar, men ularga tadbirlar qildim, o'yinlar qildim, keyin hamma sen nima ustamoqchimisan, nima qilmoqchisan, shunaqa gaplar bo'ldi.
man bolalarni ko'zini yonishini xohlayapman, o'qishga maza qilib kelishini xohlayapman. Shunaqa yondashuvlar qildim. Sinfimizda deyarli ikkita o'quvchi qolmadi. Boshida kara jadvali 4-sinf kara jadvali bilmaydigan bola maktabda qiziqish bilan kelib o'qib ketdi, o'zlashtirib ketdi. Defektologik yondashuv ustun bo'lib ketdi o'tda. Keyin bildim, men o'zimni sohamda ketsam, ko'p odamga yordam qila olar ekanman. Intellekti joyida bolalar o'zi ola oladi, o'qiy oladi. Intellektda muammosi bo'lgan bolalarga ko'proq yondashuv qilib, o'tda xohlaganingizcha ochilish mumkin-da, xohlaganingizcha ijod qilish mumkin-da ular bilan. To'g'ri. Shunaqa qilib uyda o'qishni boshladim. Eshitganlar kelaverishdi, o'sha bir kunda hattoki men ertalab 8 dan uyda o'qitishni boshlayman, kechqurun 6 gacha. Ketma-ket bola keladi odam, o'sha mahallani o'zida. 20 talab bo'lib ketdi. Keyin men o'sha yangi yil oldi edi, как раз bitta почемучка bor uyimiz oldida, o'shalardan bitta xona bering, menga shunaqa bolalarim bor, shular bilan shuna ko'chamiz dedim. Ular menga 3 ta xona berdilar. Mana sizga 3 ta xona, xohlaganingizcha o'qiting dedilar. U почемучкаning ichida logoped bo'lib ish boshladim. Keyin qarasam o'sha 20 ta bola, men ulgurmayapman. Keyin xodimlar olishni boshladim, 2 ta xodim, 3 ta bo'ldik, 4 ta, 7 ta bo'ldik. Shu bilan u markazni ham to'ldirdik. O'sha 3 ta xonani to'ldirdik. Как раз hozir to'lib, toshib turgan vaqtimizda sizni kursingiz chiqib qoldi. Qatga endi kengaytirishim kerak, o'zim firma ochishim kerakmi yoki YTT ochishim kerakmi, ikkilanardim, bilmasdim ular nimaligini. Demak, oldin markazni ichida joy olgansiz, xona olgansiz. Xona olganman. Почемучкаning ichida o'tda til o'rgatishadi, institutga tayyorlashadi, bizani logopedik ishimiz ham o'tda ketardi. O'sha yerda yaxshi nom bilan o'sha tanildik, 1,5 yilda o'sha markaz to'ldi hisob. Keyin o'sha yana kengayishimiz kerakligini bilyapman, arendalar qarayapmiz joylar, lekin qo'rquv bor edi-da, qanaqa olib ketaman, men mutaxassisman, defektologman, o'zim ishimni bilaman, lekin rahbarlik, boshliqlik, xodimlarni boshqarish, hisob-kitob, kirim-chiqimlarni tushunmayman. Qayerda o'qisam ekan, kimda o'rgansam ekan deb turgan edim-da. Shu vaqtda как раз Alloh sizni menga uchratdi, zo'r o'sha vaqtda o'qidim. O'zim dadil ochib, harakat qilish kerakligini, pulni qayerga qanaqa yo'naltirish mumkinligini o'rgandim-da. Hamma aytilayotgan vazifalarni o'z vaqtida bajarib, yana qaysi tarafda qilishim kerak? Men bu ishimda o'xshamayapti, moliyada kredit olishim kerakmi yoki bo'lmasa qarzga olib turishim kerakmi? Ustoz nima anaqa ko'rsatadigan momentlarni eshitaman, lekin hozir asosiysini aytyapman. Siz o'zingizni biznes faoliyatingizda deyman, umuman hayotingizda men aytardim, kursi boshi oliy maqsadni qo'yganmisiz va oliy maqsad qanaqa topildi? Chunki hozir ko'pchilik tadbirkor ayollarimiz menga kelib murojaat qilishganda ham, ustoz qanaqa topadi oliy maqsadni? Qayerdan bilaman bu meni oliy maqsadligim yoki missiyaligini deganda, hozir mana gapirishingizni o'zidan jon dildan gapirib, hamma narsani tushuntirib berib, boshdan boshlagan qadamlaringizni eslashingizni o'zi siz oliy maqsadingizni topgan ayol sifatida namoyon bo'lyapsiz. To'g'rimi? To'g'ri. O'shanda darsda oliy maqsadinglar nima deganingizda men sraz yozgandim, chunki shu narsa menda ota-onalar tomonidan aytilardi-da. O'sha meni oliy maqsadim ekan. Har sizlar harakatinglar bilan har bitta oilaga quvonch olib kirasizlar deyishardi ota-onalarimiz. Keyin men aytganman, demak bolalarni shunaqa rivojlantiraylikki, oilalarga quvonch kirsin. Gapira olmayotgan bola gapirsin, yura olmayotgan bola yurishga harakat qilsin, intellekti, ya'ni nima deydi, fikrlashi o'ssin. U chunki oddiy bitta oyi deyishini o'zi ham quvonchda bolalarni. Shu quvonchni olib kiramiz deb o'sha yerda o'zida yozganman. Boladagi rivojlanish orqali oilalarga quvonch olib kirish. Mashalloh, mashalloh. Dars o'zida, birinchi dars o'zida yozganman. Ikki dunyo saodatiga manfaatli bo'lsin maqsadingiz inshaalloh. Menda hozir bitta o'z o'rnida savol kelyapti. Bunaqa masshtabni kattalashishda albatta talab shunga oshgandan dalolat beradi. Yo'q, boshqacha ko'p onalarimizda asosiy sizdagi mana sizga murojaat qilayotgan onalar necha yoshdagi bolalarni olib kelishyapti va qaysi muammolar bilan olib kelishyapti? Hozirgi kunda mana o'zi logopedik ishda ko'pchilik o'ylaydi, logopedda ishi tuvish tuzatish deb o'ylashadi. Lekin hozirgi kunda nutqi chiqmayotgan bolalar juda ko'p.
3 yosh bo'ldi gapirmayapti, 2 yosh bo'ldi gapirmayapti yoki so'z boyligi kam, 2-3 ta so'zni biladi, bog'lamayapti. 3 yoshli bola gapirmayapti. Hozir bizning asosiy kontingentimiz 2 yoshdan 7 yoshgacha bolalar deb ayta olaman, chunki nutqi chiqmagan bolalar juda ko'p. Asosan nutq chiqmadi deb olib kelishadi, lekin nutqi chiqmaslik sababi bor. Nutq chiroyli gapiradi yoki bo'lmasa mana bizning bolalikda 3 yoshgacha agar nutq chiqmasa bolaga tegma, 3 yoshda gapirib ketadi degan naqa bor edi. Stereotip deyman. Endi men o'zim ham bormaganman 3 yoshgacha. Bitta bolamda yaxshi ketgan bo'lsa, 3 yosh, 3 yoshga kirganda bitta bolam gapirgan, shundan ma'qul. Bo'ldi 3 yoshgacha hech qayerga olib bormayman. Undan keyin chiqib ketadi. Qarang, hozir men siz bilan, sizni mutaxassisligingiz bilan bu sohaga ancha kirganimda bilyapmanki, nutq bu miyani rivojlanishining bitta ko'rsatkichi. Aslida miya rivojlanmayaptiki, nutq kelmayapti. Shunaqami? To'g'ri. Nutq yo'qligi уже signalda ota-ona uchun. Bola gapirmayapti. 1 yoshda уже so'z yo'qmi? Signal. Bolada nimadir muammo ketyapti. O'tda balkim nevrologiya bo'lishi mumkin, ruhiy yoki gadjetlar harakati muammolari yoki hozirgi kunda ko'p bolalarimiz jonli muloqot yetishmasligi sababli ham nutqiga kecha qoladi. Ya'ni ota-onani o'tirib gaplashmasligi. Buvalar chunki bolani 1 yoshgacha bo'lgan eng muhim ehtiyoji kattalar bilan muloqot. Organik ehtiyoj, xuddi ovqat yeyishdagi ehtiyojda, tabiiy ehtiyoji. Shu ehtiyoj qondirilmayotganligi uchun bolada nutq kecha qolyapti. Hamma ishda, hamma band. Endi aytaylik, hamma band, ishdan kelgandan keyin ham ovqatni yeb, yana hamma telefonda. Birpas jim o'tirib tursin, telefon ko'rib tursin deyishadi, lekin u jim o'tirishi tegida 1-2 soat o'sha 1-2 soatcha bolani jim o'tirishida ota-ona nima yo'qotyapti? Necha yillik farzandning umrini yo'qotyapti? O'sha tarafini ham aytingmi, chunki haqiqatda og'riq. Masalan, telefondan foydalanmaydi degani bilan biz o'zimiz ota-ona unga qanaqa bog'lanib qolgan bo'lsak, 40 yoshimizda, 35 yoshimizda, hozir bolani 1 yoshidan yoki 2 yoshidan biz o'zimiz berib qo'yib, endi undan ajratib olish yoki bog'chaga borganda yoki maktabga borganda telefonni olib qo'yish unga psixologik travma beradi. Men maktabda, endi ixlos maktabda aytaman, menda boshlang'ich sinfda hamma sinfda telefon qo'yamiz, lekin uyga telefon bermaslik 5-sinfdan boshlanyapti, 9-sinfdan boshlanyapti, lekin u 5-sinfgacha telefon addicted deydi. Telefonga nima mukkasidan ketib bog'lanib va undan olib qo'yish bu bir hayotida katta bir travma, katta bitta tragediya bo'lgandek qabul qilishyapti. Mana shunga qanaqa yo'nalish bera olasiz? Bola o'zi kichkina bola, misol 3 yoshli boladan telefonni olib qo'yish unchalik qiyin emas, chunki u yaxshi ko'radi, tabiiy narsani nimadir ushlab ko'rishi, qiziqishi bo'ladi. Chunki u miyani tabiiy ehtiyoji. Miya rivojlanishi uchun bola hamma narsani ushlab ko'rish kerak, og'ziga solib ko'rish kerak, o'rganishi kerak. 5 ta his tuyg'u ishlash kerak. 5 ta his tuyg'u miyaga axborot olib boradi, keyin analiz, sintez bo'ladi, keyin bolada tajriba olinib so'z bo'lib chiqadi bu narsa. O'sha narsa to'silyapti, bola ushlamayapti, hidlamayapti, yeb ko'rmayapti, kiyimlariga surib ko'rmayapti, rivojlanishdan orqada qoladi. Lekin telefonni olib qo'yib, "Men ovqat bilan sen o'ynagin" desangiz, u mazza qilib o'ynaydi. O'sha vaqtda u sensor tizimlarini rivojlantiradi. Biz unga qo'yib bermaymiz. Mayli ovqat bo'lmasa ham, xohlagan bitta predmeti bilan u mazza qilib o'ynaydi. Uni qo'lidan o'sha telefonni shijoat bilan deymizmi, olib qo'ya olish kerak. Hozir yig'laydi, ozgina o'ynab tura qolsin, mayli. Yig'laganda berib tura qoling emasda, olib qo'ya olish kerak. Olib qo'yganingizdan keyin 2 kun, 3 kun, misol 1 kun o'sha boladan telefonni olib qo'ysangiz, ertaga u qariydi, qayerdaman, nima qilyapman, nima o'ynasam bo'ladi, kim bilan o'ynasam bo'ladi. Rivojlanish boshlanadi. Muloqot paydo bo'ldi, o'sha bolada rivojlanish ketadi. Chunki 1 yoshgacha kattalar bilan rivojlansa, 1 yoshdan 2 yoshgacha bola predmetlarni o'rganadi. Predmetlarni olamini o'rganadi. Bu taqilir ekan, bu shiqirlar ekan, buni bunga solish mumkin ekan, buni qo'yish mumkin ekan. Telefonda o'tirgan bola shuncha narsadan quruq qolyapti-da. Bizani hozir onajonlar eshitishyapti, ayollarimiz eshitishyapti. Hozir ularga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Mana endi hamma har xil aytadi. Kimdir boshlang'ich yoshda olib qo'yib keyin berish kerak deydi. Menga qolsa
bola filtrlashi informatsiyani hozir masalan telefon bu informatsion bum. Ma'lumotni filtrlash yoshga kelgandagina olib qo'yish kerak, maqsadlari aniqlaganda ham bu men uchun 14-15 yosh. Endi men maktab ta'limi sifatida ayta olaman. Lekin 14-15 yoshda agar telefonni mukkasidan ketgan bo'lsa, bu juda qiyin jarayon bo'lyapti. Hatto nima deydi, o'zini o'zi nimadir qilib qo'yish darajalariga ham kelyapti-da. Shunga mana qanaqa yo'l qo'yasiz? Masalan, eng osonroq aytganda 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan o'zingizni hozir shug'ullanib kelayotgan bolalarni onalarga aytayotgan tavsiyalaringizni aytishingiz mumkin. Men onalar kelsa, mana misol uchun bolani tekshiryapmiz, nutqiga cho'qyapti, chiqmayapti, intellektda muammo bor, miyani rivojlanishida muammosi bor, tafakkur, fikrlamayapti. So'rayman, telefon qancha ko'radi bir kunda? O'ylab qolishadi. 15 minutmi desam, yo'q deyishadi. 2-3 soatmi desam, ha deyishadi. O'zi bu 1 oylik normani ko'r bo'ldi bir kunda. 2 yoshgacha bo'lgan bolaga umuman telefon bermaylar deyman. Chunki mana o'zim ham 4 yoshli bolam bor. Misol uchun men ham uyda dars o'tganman, yo'lini qilganman, bermaganman. Uy rivojlanish orqada qolishini bilganman-da. O'zi telefon berdingiz, orqada qolishini bilganman. U tez bog'lanadi telefonga. Bir kun olib ko'ring deyman. Agar biz korreksion ish qurishni boshlaymiz, telefonni olib qo'ymasangiz behuda deyman. Pulingiz havoga uchaveradi. Dars o'tadi uyda yoki mana ishingdan chiqayotgandan qarab turamiz. Telefon olyaptimi, olmayaptimi? Telefon beryapsizmi desak, ota-onalar majbur beryapman desa, yo'q, to'xtating. Shunaqa taktikalar ham qilganmiz. Telefonni olib qolganmiz, keyin ota-onasiga berib yuborganmiz. İşte telefon mana markazda qoldi. Bizani gapimizni bolalarimiz, bo'ldi, qopda ko'rmas ekanman deb qabul qilishadi, lekin ota-onasini qilmaydi, qabul qilishmaydi. 2 yoshgacha bo'lgan bolaga umuman telefon berish kerak emas. 2 yoshgacha. Shunaqa holatlar bo'lgan. 6 oylikdan bolamning tepasiga telefonni osib qo'yganman-da, ish qilganman. Hozir ZPR bola. O'sha mana 1-sinfga chiqdi bu yil maktabga. Maktabga chiqqunicha u qancha davolandi, qancha korreksion ishga keldi, qancha ota-onani puli, vaqti ketdi. Misol uni boshqa tomonlama rivojlantirishga ishlatish mumkin edi. Ingliz tilini o'rgatish mumkin edi, boshqa narsa berish mumkin edi. Mani aybim 6 oylikdan osib qo'yganman, kelinli ishlarimni qilay deb deyshadi. Shunda zo'r anaqa momenti keldi hozir. Biz telefonni olib qo'yganimizda telefonni o'rniga nimadir berish bilishimiz kerak. Mana biz olib qo'yamiz, lekin hech nima bermaymiz. Kitob birga o'qimaymiz. Sayohatga chiqmaymiz. Birga ovqat pishirmaymiz. Endi masal kattaroqni aytayotganman, kichkina bolaga mana hozir kirdik xonaga, qancha narsa bor. Osilish, qo'yish, arqamchoqda uchish, qo'lini motorikasi. Seminarda qo'l bu tashqi miya. Tashqi miya bo'lganda qo'l qancha ko'p ishlasa, miya shuncha nima qilyapti, ishlayapti degan yaxshi anaqaga ega bo'ldim-da. Hozir aytmoqchi bo'lganim, yaxshi ma'lumot edi, qo'l bu tashqi miya. Lekin biz qo'lni ishlatishga, farzandimizni jismoniy ishlatishga telefonni olib qo'yish yechim emas. Uni o'rniga narsa berish kerak. Uni o'rniga nima bilandir mashg'ulot bilan bola shug'ullanish kerak. Albatta texnika bo'ladimi, u kalligrafiya bo'ladimi, u endi juda ko'p hozir konstruksiya bo'ladimi, lego bo'ladimi, nima deydi, juda ko'pda hozirgi mozaikalar bor bo'ladi. Mozaikalar. O'yinchoq do'koniga kirasiz, ta'limiy o'yinchoqlar esa ko'p. Juda ham men xursand bo'laman, lekin talab bitta mashina olib chiqib ketamiz, bitta pultli mashina beramiz, pultli mashina olib ketamiz. Yana o'sha men texnologiyaga qarshi emasman, lekin mana Xitoyda ham, Yaponiyada ham hozir ta'lim sistemasida umuman telefonni qatnashishi minimumda. To'g'ri. Hamma narsa qo'l bilan, hali ham qo'l bilan davom etyapti, hali ham o'sha konstruktiv ishlarni qilishyapti, hali ham mosh bilan guruch ajratishyapti, bizning tilda aytadigan bo'lsak-da. So'rashadi ota-onalar, "Xo'p, telefonni olib qo'ying, ovqat qilib berib turaman. Nima qilay?" deydilar. Ota-onalar so'rashadi, telefonni oldingiz, televizorni o'chirdingiz, ovqat qilayotganingizda fasol bilan noxotingiz bormi uyda deymiz. Ha, deydilar. Bitta pila undan, bitta pila bundan solasizda, ajratib o'tirib tursin, ovqat qilguningizcha yoki bolalar yaxshi ko'radi, baklashkaga solib tursin yoki makaronlarni olib
tyorkadan o'tkazib tursin, teshiklaridan o'tkazib tursin, 3 yoshli, 4 yoshli bolaga bersangiz yaxshi ko'rib qiladi shu ishni. Oyim menga ruxsat berdi shu narsaga deydi, qiladi. Oshxona jihozlari bolalarni har doim yaxshi ko'rgan o'yinchoq. Rostdan shunaqa ekan. Shu rivojlanish beradi. Ozgina yoyadi. Yoyadi, endi nima qilmaydi. Chunki kir bola baxtli bola deydi. Ustozni kurslari menga nimaga yoqqan? Birinchidan ayol tadbirkor bo'lganlari, ikkinchidan o'zlari maktablari, markazlari, ya'ni o'quv markazlari borligi, bu meni o'sha biznes modelimga to'g'ri kelishligini, keyin qadriyatlari menga to'g'ri kelishligini tushunganman. Bitta seminarni o'zida tushunganman. Bitta tashkil qilgan seminarlarini o'zida ancha bilim olganman. Keyin men hozir biznes egasi emas, mutaxassis sifatida qiymat berayotganligimni tushunganman. Ustozim aytganlar, keyin eng muhimi shu, qiymat beryapsiz, sizni mijozingiz bor. Endi uni biznesga aylantirishingiz kerak deganlar va shu bilan ularning yordamlari bilan Pro Business Woman kursini o'qib, tugatmasimdan markazimizni kengaytirdik, firma ochdik va hozirgi kunda mana ko'plab bolajonlarga yordam bera olyapmiz. Men bu kursga kelganimda Best Logoped nomi bilan Pichmuchkani ichida 3 ta xonani arendaga olib faoliyat yuritardim. Shu vaqtda menda 7 ta xodimimiz bor edi, ya'ni defektolog logopedlarimdan 7 ta bor edi va kursga kelib bildimki, bu hali menda tadbirkorlik faoliyati bo'lmagan ekan va kurs tugagunicha ham men yo'nalishimizni kengaytirib, markazimizni kengaytirib, nomini o'zgartirib, keyin ustoz o'shanda aytgandilar, o'zingizga mos, qadriyatingizga mos talaffuz qilganingizda siz hayajonlanadigan, siz xursand bo'ladigan nomni topishingiz kerak. Best logoped sizni xursand qiladimi deganlar. Men keyin ko'p o'ylaganman. Men faqat logopedik yordam ko'rsatmayman, men o'ta defektologik yordam, ya'ni keng qamrovli yordam ko'rsatmoqchiman. Normadagi bolalarni ham rivojlanishiga yordam qilmoqchiman degan ma'noda Rivoj integrativ markaz nomiga o'zgartirganmiz. Bu nomini ham qo'ygunimizcha ustoz bilan ko'p maslahat qilganmiz. Keyin nima uchun rivoj, nima uchun integrativ deyishganida, rivoj, ya'ni o'zimiz ham rivojlanamiz, bolalarni ham rivojlantiramiz, intellektda, nutqida, motorikasida muammosi bo'lgan bolalarni rivojlantiramiz, sog'lom bolalarni ham rivojlantirishni maqsad qilganmiz. Shuning uchun ham integrativ, ya'ni biz miyani rivojlantirish orqali bolani nutqini tuzatamiz, uni tafakkurini o'stiramiz, uni maktabda o'rtoqlari bilan bir xil o'qishga o'rgatamiz. Ya'ni inklyuziv ta'limni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Ya'ni muammosi bo'lgan bolalar ham sog'lom bolalar bilan bitta partada o'tirishi uchun biz rivojlantiruvchi ishni olib boramiz degan maqsad qo'yganmiz. Va hozirgi kunda markazimiz mana A tochkada 7 ta xodim, 50 adashmasam 50 yoki 70 kvadrat joyimiz bo'lgan. Best logopedda keyin 500 ta qabul oyiga individual mashg'ulot o'toqlar edik. Chunki imkoniyatimiz shunga yetardi. Hozirgi o'tda keyin Best logopedda defektolog logoped sifatida yordam ko'rsata olardik. Hozirgi kunda Rivoj integrativ markazimizda defektolog, logoped, psixolog, sensor integratsiya, art terapiya, AFK mashg'ulotlarini qo'shganmiz va bolada ijodiy yondashuvni ham, jismoniy rivojlanishni ham, har tomonlama rivojlanishni yo'lga qo'yganmiz. Hozirgi kunda 15 ta xodimimiz bor, 230 kvadrat joydamiz va hozirgi kunda 90 ga yaqin bolajonlarga yordam ko'rsatyapmiz va oylik qabulimiz hozir 1000 taga yetgan. Chunki ovqatlarini suryapti, mamda ko'p narsa rivojlanyapti-da. Aslida. Biz qo'yib bermaymiz unga. Biz telefonda toza o'tirsin, chiqib telefon ko'rib ovqat yeb qolsin, undan ko'ra deymiz. No, mamda buzilyapti, bu yoq buzilyapti, pishvareniy hammasi buzilyapti. Undan ko'ra surib yeyishga ruxsat bering, ertasi kuni o'zim yeyman deydi o'sha bola. Mashalloh. Tabiiy jarayonlar buzilayotgani uchun hamma narsa. Masalan, hozir hech kim loydan anaqa qilmaydi, narsa yasash. Mana bolalar keladi-yu, plastilin ushagisi kelmaydi. Chunki sensor buzilish oshib ketganda, o'sha narsani bola ushamagan. Bitta sekin ushasangiz, o'sha qo'liga yoqyapti, yumshoq, endi sekin surishni boshlaydi. Mana bizning markazimizda atidan art terapiya qo'shganmiz. Loy bilan ishlaydi bolalar. Loy o'ynaydi. Chunki mana barmoqlarimiz uchida hamma taktil tizimlar joylashgan. Qancha ko'p botni rivojlantirsak, artikulyatsion apparatni rivojlantirsak, miyada rivojlanish zo'r ketadi. Mashalloh. Shuning uchun biz bolaga loylar bilan ham ayniqsa men plastilin ushamayapti, brizgili bolalar deymiz, uni qilmayapti, qabul qilmayapti. Loy o'ynasin. Art terapiya bor, kulolchilik. O'shalarga qo'yib beramiz, bola tez o'zgaradi. Ya'ni hamma tizimni bir vaqtda o'zi rivojlantirishni olib boramiz. Shu narsa uyda ham qilinishi mumkin.
albatta loyla bilan, suvla bilan, toshla bilan. albatta balkim bizni oldinlari onalarimizni sal befarqroq bo'lishgan degan noto'g'ri bo'ladi. Bola ko'p bo'lgan, hamma bolaga birdek qaramagan, opa ukaga qaragan, uka singliga qaragan, opa loy o'ynasa nimadir yasasa unga ukari qo'shilgan endi va bu tabiiy jarayonga aylangan. Ona xafa bo'lmagan, chunki vaqti yo'q edi, tez kirlarni yoyib qo'ygan. Mana anu protsessga ichidan nima qilib ketmagan, jahli chiqib ketmagan. Hozirgi onalardagi e'tibor bo'lsa, hozir shu bolalar daho bo'lib ketardi. Hozir onalarning vaqti bor e'tibor qaratishga. Albatta. Lekin bilmadim, bilim yo'qmi, texnikami? Muammolar bor-da baribir. Ko'proq vaqt ajratishimiz kerak bolalarimizga. Aynan shu aytayotganingizdek, 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan, 3 yoshgacha bo'lgan, keyin 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lganda va yana bitta narsa so'rashim kerak. Mana xususiy bog'chalar, masalan, biz ham ta'lim yo'nalishdamiz. Til ham o'rgatadi, ingliz tili ham bor, mental arifmetika bor, shaxmat bor, yana bir 3 ta til bor. Qanchalik men hozir defektologiya anaqasidan qo'ymayapman, so'ramayapman. Men aynan korreksion, to есть nutqni qaysi metodikasi qo'yish kerak? 2 yoshdan 5 yoshgacha yoki 5 yoshdan 7 yoshgacha bola nima o'rganish kerak aslida? O'zi 3 yoshgacha bo'lgan bolada sensitiv okoshkalar ochiq deymiz. Ya'ni o'sha hamma 5 ta sezgi analizatori olib borgan, miyada tahlil qilingan jarayon ochiq. O'sha miyaga axborot olib boradi, miya rivojlanadi. Bolani tafakkuri, diqqati, xotirasi hammasi tayyor, bilim bersangiz olishga tayyor bo'lib turadi 3 yoshgacha. 3 yoshgacha biz noto'g'ri ish qilamiz, 3 ta tilga berib ko'ramiz, 4 ta tilga berib ko'ramiz, lekin bola bitta tilni ham yaxshi o'rgana olmaydi. Hatto gapira olmaydi. Mana ko'p ota-onalar kelishadi, ayniqsa yosh oilalar, men 3 yoshgacha 3 ta til o'rgatib yubormoqchi edim, lekin bittasini ham ola olmayapti. 3 yoshgacha bola o'zini ona tilini mukammal o'rganish kerak. Grammatikasi bor, uni talaffuzi bor, tovushdan farqlanadi. Bitta tovush bilan so'z, predmet o'zgarishi mumkin. O'sha narsani bola farqlab olishi 3 yosh, o'zi 4-5 yosh ham kiradi buning ichiga. Hatto 3 yoshgacha 2-3 ta til qo'shmasdan faqat o'sha bolaning imkoniyati, miyani rivojlanish etapida ishlab berish kerak. U degani harakat ko'p bo'lishi kerak. Har xil narsalarni ushlashi, predmetlar bilan aloqalari ko'p bo'lishi kerak. Har xil o'yinchoqlar, ta'limiy o'yinchoqlar ko'p bo'lishi kerak. 3 yoshdan keyin ingliz tilimi, rus tilimi, mental bilan bola olib keta oladi. 3 yoshdan keyin shunaqalar qo'shsa bo'ladi. 3 yoshgacha eng ko'pi harakatlantirish kerak, jonli muloqot, o'yinchoqlari o'sha ta'limiy bo'lgani yaxshi. Harakat, jonli muloqot va o'yinchoqlarni mana tabiatda bo'lish kerak-da, tabiiy narsani ushlash kerak. Bargga, sariq barg boshqacha his beradi, ushlab ko'rsangiz shiqir-shiqir qiladi. Svejiy, yam-yashil barg boshqacha his beradi. Shuni bola tabiatda ushlab ko'rmayapti-da. Bizning xonamizda ushlaydi u narsalarni ko'p bolalarda. Shu narsani tabiatda mumkin ushlab ko'rish. Yomg'irni ushlab ko'rsin, qorni ushlab ko'rsin, yuzini tutib ko'rsin yomg'irga. Bu hammasi miyani rivojlantirib beradi. Men boya aytganimdek, haddan ziyod asrashimiz, haddan ziyod bermasligimiz, himoya anaqa pozitsiyasida turishimiz, bolalarga zarar keltirishimiz ham ko'p ota-onalar keyin kelishadi, hamma narsani bola uchun qilib berishadi. Misol uchun u 3 yoshli bola o'zi kiyinib yechina olishi kerak. Bizga keladi bolalar 5 yoshda ham kiyinib yechina olmaydi. Mustaqil bo'lsin, oyog'ini kiygizmay o'zi, biza qarab turamiz, dodalari oyog'iga kiyizib qo'yishadi. Kiygizmay o'zi kiysin. Chunki bu narsa nima deydi, yirik motorikani rivojlantiradi, bu mayda motorikani rivojlantiradi, u miyani rivojlantiradi. Hamma qoshiqni hali og'ziga olib bora olmaydigan 5 yoshli bolalar bor. Bering yesin, ovqat qachondir yeydi-ku, maktabga chiqqanda yemaydi-ku, u 3 yoshli bola bemalol suvni to'kmasdan icha olishi kerak. Shu narsalarni ota-ona bola uchun qilib beraverib, o'zligi bilishmaydi, ham xo'rlik qilaman, bolamni yaxshi himoya qilaman, yaxshi o'qit qilaman deb o'ylashadi, lekin bola yoki bo'lmasa bu yemayapti, yedirib qo'ying. Mana xususiy bog'chada, xususiy maktabda, men hozir maktabga aytyapman, bog'chani ham balkim endi shu sohaga kirganda yana ham yaxshiroq bilaman, lekin endi aytaman, xususiy bog'chalar, xususiy maktablarda bu baribir mijoz sifatida ko'riladi. Unga biz nima qilishimiz kerak? Xursand bo'lish kerak, ota-ona xursand bo'lish kerak va xursand bo'lish, himoya va har doim uni o'rniga nimadir qilib qo'yish bolamizga zararligini tushunib yetishimiz kerak.
yedirishni o'rgatib berishsa o'sha zo'r. Misol uchun qoshuvni qo'ydilar, ovqatni qo'ydilar, ye. Bizga bitta bola kelgan 5 yoshdan oshdi, ular aytayotdilar, oyijon o'shalarday ovqatni ko'chada bo'lsa ham yedirib yuraman. Yedirmang, bir kun yedirmang, ertasi kuni o'zi yedi desam, voy Nilufar aytganingizdek qildim, o'zi yedi dedilar-da. Haqiqatda shunaqa bola o'zi 5 yoshli bola bemalol ovqat yeya olishi kerak. Och qolsa yeydi. Yedi. Endi men sal radikal aytmoqman bu narsani. Men hozirda o'zimni maktabdagi ota-onalarga aytaman. Mana xalqaro olimpiadalarga boramiz, xalqaro lagerlarimiz bor. Shu yerda men aytamanki, bolanglar mustaqil bo'lishga o'rgatyapsizlar. Bolanglarni telefonni olib qo'yamiz, bolanglar kech payt oyijon men yaxshiman deb sizga aloqaga chiqadi. Bo'ldi, u boshqa bitta mamlakatda ham mustaqil shaxs qarang. Biz hali O'zbekistonda mustaqil shaxs bo'lmagan bolalarni gapiryapmiz va boshqa mamlakatda u tushuntirish kerak, yo'lini topish kerak, inglizcha gapirish kerak bo'lmasa, masalan, vaqtida soat 8 da tushmaydigan bo'lsa, qutba bilan birga harakat qilmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Zavtrdan qoladi. Och qoladi. Bir marta och qolib ko'rsin. Tushuntira oldimmi? Bir marta yo'qolib ko'rsin. Har qanaqa tajriba bolani rivojlantiradi. Allohim mulki. То есть tavakkal degan narsani shu yerda bitta o'zimizni sinab ko'rishimiz kerak deb o'ylayman-da. Biz emasmiz himoyachisi. Ya'ni to'g'ri. Shu narsani qo'yib yuborishimiz kerak. Men buni olib borib qo'ysam, taksiga bora olmaydi, avtobus ketib qolsa-chi, ko'chada qolib ketsa-chi. Endi to'g'ri, men zamonni hammasi bemalol deya olmayman, lekin hozir bor GPS, bor qayerda bolamiz yuribdi, nima qilyapti, lekin mustaqil bo'lsin, qo'lida soatini taqib. Ya'ni bu degani siz mashinada olib borib, mashinada olib kelib, bo'ldi, men bolamga xavfsiz, eng yaxshi sharoitni yaratib beryapman. Va juda to'g'ri bo'ldi. Sun'iy katta qilingan bolalarga o'xshab qoladi. Tushuntirib, va hayot sun'iy emas. Hayot haqiqiy. Hayotda haqiqiy insonlar haqiqiy yashashimiz kerak va foydali bo'lishim kerak, manfaatim tegishi kerak. Men bu dunyoga iste'molchi, potrебитель bo'lib yashab, potrебитель bo'lib eng zo'r narsalarni kiyib, eng zo'r narsalarni yeb, olamdan o'tib ketishim to'g'ri deb bilish kerak demoqchiman. To'g'ri. Buni boshidan egoizm aslida ota-ona o'zidan boshlanyapti. Mana hali bo'lishmasin. Aslida ota-ona o'zidan boshlayapti. Chunki bolani yaxshi ko'rishadi. Bola bitta uni nimasi, bo'lakchasi va bolani yaxshi ko'rgani uchun himoya qilib qo'yishadi bolani, o'zligiga zulm qilib qo'yishadi. Shuning uchun bola ham o'zining tajribasini olish kerak-da. Shu narsa kerak unga. O'zining hayotini yashash kerak. Misol uchun siz unga qo'lini cho'zayotganda o'sha narsa yetmasa sur bermang, aylanib o'tishga fikrlasin deymizda. Shu narsani olsa miya rivojlanadi. Shunaqa. Men onajonim, adamlar bilan onajonimlarga aytaman. Bizga qanaqa yaxshi bolalik bergan ekansiz, onajon. Bizani hamma narsa, hamma jabhada bizani rivojlantirgan ekansiz. Biz shu payt xafa bo'lganmiz. Men o'zim hozir aytaman, gapingiz bo'lib qo'ydi. Ota-onamga aytaman, sizlar bizani Montessori usulda katta qilgan ekansiz. Bu qanaqa deyiladi? Mehnat ham qilganmiz, kitob ham o'qiganmiz, o'zimiz xolab o'qiganmiz. Kamroq ish qilaman, kitob o'qiyman deganmiz. Albatta, albatta. Bu Montessori usuli. Men litseyga kirganimda, litseyda qizlar yig'lab turishardi. Juma kuni yotib qolib o'qirdik-da, juma kuni chorshanba bo'lishi bilan oynaga qarab yig'lab kutib oylarni turishardi. Mayda-may tavbadir. Uyi ham sog'inadimi dedim. Hamma 5 vaqt ovqati bordir, o'quv qurollari bor, mazza qilib o'qib, o'rganib, hamma sharoitni yaratib qo'yishgan. Uy sog'iniladimi? Chunki uyda, masalan, menga hamma sharoit, lekin uyda biz bundan ancha ko'p ish qilardik. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bizga litseyda o'qish hamma sharoit muhayyo bo'lgan va bu yerda yaxshi o'qimasak bo'lmaydi. Oqlashimiz kerak degan tushuncha bo'lganda, hozir unaqa tushuncha yo'q. Hamma narsa tayyorda bolalarimiz. Shunaqa, men uni ataylab qilganmiz-ku, yoz nimani ataylab qilamiz? Bizda imkon bo'lganda biz ham sizlarniki qilardik deydilar onajonim. Tushuntir oldimmi? Ya'ni zamon aslida bizani kuchli, mustaqil, mana shu hamma qilingan ish bizni yaxshiligimizga xizmat qilganini hozir tushunib yetaman-da. Farzandlarimizga afsuski hozir zamon hammasi yaxshi, alhamdulillah. Shunaqa sharoit qilib bera olmaymiz, xohlasak ham qilib bera olmaymiz. To'g'ri. Shuning uchun mana hozir men maturikani ko'rdim, qo'lni ko'rdim, demak, qo'lda bo'lish kerak, mehnat qilish kerak. Kanikul bo'ldimi, o'sha imенно qo'l mehnat qiladigan joylarga borish kerak. Ilm miya shunga shu yetuv darajasiga chiqqanda u yoqda ilm olish oson bo'ladi. Har qanaqa ilm ketadi polochkasiga. Fundament qo'yilsa, hamma narsa quriladi. Shunaqa. Fundament 3 yoshgacha qo'yiladi-da. Shu 3 yoshgacha qancha ko'p ishlatilsa, 3 yoshdan keyin ham bor imkoniyat.
nisbatan kamroq. Asosan 3 yoshgacha e'tibor berish kerak. 3 yoshgacha bo'lgan bola o'zi bundoq qarasangiz tinmaydigan bola-ku. O'sha uni miyasini anaqasida ehtiyoji, harakat rivojlantiradi bolani. Ushlab ko'rish, yeb ko'rish, og'ziga solish, to'kib ko'rish, o'sha tajribani olgandan keyin safar issiq desangiz qo'lini olib bormaydi u yoqqa. Tajriba ololmagandan keyin unda har xil buzilishlar kelib chiqyapti. Tushundim. Demak, ota-onalarga 3 yoshgacha ahamiyat berishimiz kerak. Telefon olib qo'ysak, o'rniga o'yinchoq berish kerak. O'yinchoqni ham man o'ynab turmas, birga o'ynash kerak. Bola, misol uchun, har qanaqa bolaga o'yinchoqni bundoq qo'yib qo'ysangiz, u qanaqa o'ynash kerakligini bilmaydi. Hamma bolaga o'rgatish kerak. Misol, ota-onalar ko'p aytishadi, "Men bolam o'yinchoq o'ynamaydi. Siz o'ynaysizmi?" deymiz. "Siz bola bilan o'ynaysizmi?" desak, "O'ynamagan ekan, oldiga qo'yaman, o'yna" deyman deydilar. Siz o'tirib u bilan o'ynang, rolli o'yin o'ynang, yasab ko'rsating, buzib ko'rsating, keyin o'ynaydi desak, qilib ko'rishadi, keyin o'ynayapti bolam deyishadi haqiqatdan. Birga o'ynash. Misol, o'zimiz ham mana uyda ishdan kelgandan keyin o'g'lim bilan o'ynaymiz. O'tirib, "Oyi, yuring men bilan." U menga aytadi, "Oyi, yuring men bilan dars o'ting" deydi. Adasiga, "Yuring ada, men bilan o'ynang" deydi. Biladi, o'qituvchi faqat yondashuv qiladi deydi. O'sha yerda o'yin bor-da. O'yinda bola rivojlanadi. O'ynash kerak. Hozir mutaxassis sifatida, ekspert sifatida produkt yaxshi. Ko'p og'rig'i ehtiyoji bor onalarimizga asosan aytganingizdek 3 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan va 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar individual tarzda markazimizda shug'ullaniladi. To'g'risini aytaman, bu juda ham katta sabrni, mehnatni, mashaqqatni talab qiladigan kasb va o'zini o'zi oqlaydigan darajaga, masalan, endi men moliyaga masshtablashmoqchiman, o'qishim kerak degan paytlaringizda aytaman, bir ekspert mutaxassislik bo'lgani bilan biznesni qurishda shuni o'zi yetarli bo'lar ekanmi? Yoki biznesga buni bog'lashda, buni tadbirkorlik qilishda. Men biznes bilan tadbirkorlik so'zini ikki xil tushunchalayman aslida. Tadbirkorlikda bu yerda manfaat tegish, foydali bo'lish degan nazarda tutiladi. Kuchli mutaxassis bo'lsa ham hamma narsani o'zi qo'yib o'tib keta oladimi yoki unga ham o'zini bilimlari kerak bo'lar ekanmi? Tadbirkorlikni biznes bilimlarida. Biznes bilimlari albatta kerak, chunki biz endi ish boshlagan vaqtimizda mana to'lovlar bor-ku, shularni qog'ozda qilardik, qizlarni o'zi qilardi. Defektologlar, bizda hali adminlar ham yo'q, kassir ham yo'q, buxgalter ham yo'q, endi markazgacha deydik. Ular ko'rsatdim-ku, hamma narsani o'zim qilaman degan tadbirkor bo'lib. Shunaqa edik-da, hammasi o'zim. Keyin hamma o'quvchi ham o'zimda, diagnostika ham o'zimda, hisob kitob ham o'zimda. Shunda ertalab 8 da o'quvchi bilan kirib ketaman, 9 da chiqaman, keyingisi bilan kirib ketaman. Yana 1 soat har bitta bola almashadi. O'tirib hisob kitob qila olmayman yoki men bu bilan shug'ullanib tur deb bera olmasdim. Sekin-sekin mana sizni kursingizda o'qiganimdan keyin sekin berishni boshladim-da. Sen buni olasan, senga men bu bola yaxshi qo'nadi, sen olasan, sen buni olasan. Keyin admin qidirishni boshladim. Bizga admin kerak ekan. Ishda ota-onalar bilan alohida gaplashadigan odam. Chunki u yerda men gaplashardim, darsim bo'linib qolyapti derdim, tez kirib ketardim, ota-ona bilan kommunikatsiya qila olmas edim. Keyin bunaqa xonalarim ham yo'q edi u joyda. Endi bu yerda albatta bo'lish kerak, o'tirib gaplashishim kerak, chunki ota-onalarni eshitish, ularga dalda berish kerak. Mana kursda o'qiganimdan keyin menda admin bo'lish kerak, moliya bo'limi bo'lish kerak, marketing bo'lish kerak, o'quv bo'limi bo'lish kerakligini bildim. Mana hozirgi kunda hamma bo'limlarimiz bor. Nimalar ayta olaman, hammani ishini taqsimlab, vazifalarni taqsimlab tizimga qo'ydik. Chunki bu narsani men defektolog sifatida hali bir o'ylab ham ko'rmagandim-da. Faqat defektolog yordam, dars bo'lardi. Necha pul foyda ko'ryapman bir oyda degan hisob kitob umuman bo'lmagan. To'g'risi mana bo'lmagan. Zararsizlik nuqtam qanaqa, mayli arendani pulini berdim, xodimlarning oyligini berdim. Zo'r, men hammasini yopdim, hech kimdan qarzim yo'q. 10 ta bola bir kunda o'qityapman. Men oylik olmayman-ku degan tushuncha ham bo'lmagan. Juda ham anaqa og'riqli nuqta. Ko'p tadbirkorlar xuddi shu xatoni qilib qo'yishadi. Ko'pincha o'zini binosida qilinadi boshqa biznes yoki kimdir binoni tekinga berayotgan bo'ladi. O'zi ertalabdan kechgacha shu biznes kurkirasin, yashnasin deydi, lekin o'zini oyliklarini hisobga olmaydi, o'ziga oylik hisoblamaydi va men yaxshi zo'r biznes qilaman deb o'ylaydi. Aslida katta xatolarimizdan biri shu, chunki agar sizda u bino bo'lmaganda siz biznesni qila olmaysiz. Biznes sensitiv deymiz, juda чувствительный hozir. Juda
nozik bo'lib qoladi. Bitta bino bo'lmasa bo'ldi, biznes qulab ketadi. Bitta siz kasal bo'lib qolsangiz bo'ldi, biznes qulab ketadi. Siz ishga tusha olmasangiz bo'ldi, mijozlar oqimi to'xtaydi. Ya'ni buni siz ekspert sifatida men xizmat ko'rsatyapman deyish mumkin, lekin tadbirkorlik yoki biznes deb atab bo'lmaydi. Endi men sizlarga arendani ham hisoblanglar, arenda hisoblaganingizdan keyin o'zingizga oylik hisoblaganingizdan keyin qancha chiqyapti sizlarni foydanglar yoki zararsizlik nuqtanglar deganda hamma o'ziga savol berib qoladi. Voy, men boshqatdan ko'rib chiqishim kerak ekan. Va qaysidir ma'noda antimotivator deb ham qo'yishdi. Ya'ni zo'r bo'ladi emas. Voy, men umuman ish qilmayotgan ekanman hozir shu paytgacha. Men SWOT tahlil qilganimda shuncha ish qilganim, minuslarini ko'rganman. Keyin qayerda ishlash kerakligi shunda ko'ringanda. Demak, men o'sha mana endi eski joyimiz to'ldi. Hali uni videomiz ham yo'q. Endi bor o'zimizcha qilardik-da, professional tarzda emas. Keyin bizda sarafanli radio ishlaydi. Ko'pincha eshitib kelib yig'ilgan. Unaqa hech target reklama nimaligini men markazda borib o'qiganda bilganman. Keyin u har doim aylanib sizni eshittirib turishligini, siz haqingizda xabar berib turishi kerakligini keyin tushunganman-da. Keyin kelib o'g'limga aytganman, target yoqmagan ekanmiz. Yoqish kerak unga ham. Ko'pchilik mutaxassislar mana chunki men anaqa mutaxassislik jihati 14 yillik tajribaga ega mutaxassislarga ham aynan buni tizimlashtirish, aynan buni zararsizlik nuqtasiga olib chiqish. Boshida masalan, voy oylik men ham hisoblayman, oylik hisoblasam bo'lmaydi. Hamma bu startap perioddan o'tadi. Nilufar, ya'ni bu startap period deyiladi. Ya'ni u 6 oydan maksimum 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Maksimum 1 yilgacha. Lekin undan keyin siz bepulga ishlayapsizmi? Demak, motivatsiya tushadi. Birinchi motivatsiya tushadi. Ikkinchidan men buni qilyapmanmi, qilmayapmanmi, nima keragi bor edi menga buni degan bo'ladi va eng ko'p xato demayman, eng ko'p fokusimizni men nima qilay degan savoldan boshlaydi. Men bu ishni nima uchun qilyapman, kim uchun qilyapman degan oliy maqsaddan boshlangan biznes xuddi sizniki o'xshab faqat masshtablashib kengayib boradi. To'g'ri, tizim qo'yganda ko'pchilik zo'r mutaxassislar aynan moliyaviy bilimlar yetishmasligi bilan xodimlar boshqarish bilimi yetishmagan, struktura tizimi qo'yish bo'lmaganligi uchun ular hali ham mutaxassislik pozitsiyasidan nima qilisholmayapti, chiqisholmayapti. Endi ular mutaxassis pozitsiyasidan chiqib, xuddi shunaqa markazlarni ochganda nima deb o'ylaysiz? Biza, masalan, men yoki siz agar shu ta'limni berayotgan bo'lsak, biz shunga hissa qo'shgan bo'lamizmi? Albatta bo'lamiz. Masalan, men bo'laman. Nimaga? Chunki u mutaxassis sifatida maksimum 15 ta odamga kuniga o'ta oladi. Yo 10 ta odamga o'tadi. 1 soatdan bo'lsa 10 ta odamga o'tadi. Chunki baribir fizikiy kuch bor, oladi sizlardan. Lekin uni masshtablashganda hozir siz menga aytasiz 150 ta, 10 baravar katta. Ana uyda o'tirganda 20 taga yordam beryotgandim. Hozir u 90 ta, 100 taga yetgan qizlar bilan. Shunaqa va shunaqa masshtabga chiqish uchun 5 baravar, 10 baravarga chiqish uchun albatta tizim kerak. Va bu Nilufar, men shuni ko'rib turibman, bu hali nima emas, oxiri emas. Ya'ni hali ko'p qiladigan ishlar bu hali yana rivojlanadigan masshtabga qarab ketyapti. Ko'pchilik ayollarimiz o'z sohalarida katta yaxshi mutaxassis bo'lishligiga qaramasdan, ularda aynan biznesni boshqarish ilmi, moliyani boshqarish ilmi yetarli bo'lmagani uchun ular o'z mutaxassisligida yillar davomida bitta nuqtada qolib ketishadi. Bu esa o'z navbatida juda ham ko'p insonlarga bu mutaxassisning foydasi tegishini, manfaati tegishiga to'sqinlik qiladi. Aynan o'z sohalarini kuchli ekspertlari buni tadbirkorlik faoliyatiga o'girish uchun moliya, xodimlarni boshqarish, tizimlashtirish, savdo sohalarini o'z yo'liga qo'yish bo'yicha hurmatli ayollar uchun Pro Business Women kursini tashkillashtirganman. Va bu kursimda o'qigan tadbirkor ayollar o'z natijalarini ko'rsatishyapti. Eng kamida 2x, 5x ko'rsatkichida biznesni masshtablashtirishyapti. Aynan o'z sohasini qanaqa biznesga o'girish yoki tadbirkorlik faoliyatidagi muammolar, pulni yetishmasligi, zararni qoplay olmasligi, foyda necha pul bo'lishini bilmaslik kabi muammolarga bitta kursda yechim topishingiz mumkin. Bu kursda xuddi siz kabi ko'plab sohalardagi tadbirkor ayollarni birlashtirib, natijani birgalikda kafolatlaymiz. Sizda ham tadbirkorlik faoliyati, o'z sohangizni kuchli ekspert mutaxassisi bo'lsangiz, bu kurs sizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi aniqlab olish uchun bepul diagnostika tashkillashtirganman. Bepul diagnostikaga yozilish uchun izohlarda havola link qoldirganman. Shu havola orqali ro'yxatdan o'ting va albatta bizni menejerlarimiz sizga qo'ng'iroq qilib diagnostikaga chaqirishadi.
Nilufar, siz kursda bilaman, moliya bo'yicha ham, xodimlarni boshqarish bo'yicha ham, tizimlashtirish bo'yicha ham, target marketing bo'yicha ham bilimlarni oldingiz. Lekin eng sizga ishingizga va biznesingizda переворот deyman, qayta burilishgan moment nima bo'ldi? Men o'zi ko'p o'ylardim. OPEX, CAPEX mavzusini o'tdingiz-ku. O'zingizga ham yozgandim, esingizda bo'lsa. Uyimiz bor. Bog'cha qilaymi, markaz qilaymi? Joyimiz katta. Shu yerda ochishim kerak, chunki men arendani yopib olmasam-chi, oylik, misol uchun, joyimda ochsam, har holda arenda yo'q, qizlarning oyligini yopib tura olmayman-ku deb o'ylardim-da. Lekin o'sha yerda siz kam risk OPEX deganingizda, men demak bu baribir qilishim kerak ekan deganman. Ya'ni tavakkal qilib ochishim kerak ekan. Keyin aytgansiz, hamma niyatlar amalga bog'liq degansiz. Haqiqatda o'shanda kredit olmoqchiman, 100 million kredit olmoqchiman deganimda yomon qaragansiz, ichlarim keyin Shahnozaga ham qaragansiz. O'sha kadr ko'z oldimda. Keyin yo'q, olmayman. Men bilaman, tillalaringiz ko'p soting degansiz. Kelganman, o'sha o'ylashni boshlaganman. Nima qilsam bo'ladi? Kreditsiz men оборудование olishim kerak, sensorxonaga narsa olishim kerak. Keyin o'ylashni boshlaganman. Haqiqatda yechimlar kelishni boshlaganda, o'sha yechimlar bilan hamma yoqni o'zi to'ldirganmiz. Nima deydi? Kreditsiz chiqib ketganmiz. 3 oy ichida shunaqa ko'p o'quvchi kelgan, o'rnini qoplab, arenda ham, oyliklar ham, mana olgan оборудование hamma narsamizni shunda qoplab bergan 3 oy ichida. Zo'r. Shuni birinchidan amallar niyatga bog'liq va ko'p tadbirkorlarimiz CAPEX bilan OPEX bilmaganlar uchun ham birinchi ular maktab binosini qurib oling, tibbiyot markazining binosini qurib oling, uchebniy sentrni oldin o'zimniki qilib oling deyiladi. Bilinglar, biznes bu bizani aslida mana xalqaro standartlarda ham bor. Mijozlar bazasi deyiladi. Biz mijozlar bazasiga ega ekanmiz. Biz ular har qanaqa joyda biznes ochsak ham shu mijozlar bizaniki. Chunki ular bizani tanladi. Nima sababdan tanladi? Qadriyatimizga, sifatimizga, ishonchimizga va bizni ko'rsatayotgan xizmatlarimiz boshqa bir raqobatchilardan ustuvorlikka. Sizni qanaqa ustuvorligingiz bor raqobatda? Siz o'shanda aytganingiz esimda qolgan. Yana kengaytirsammikin deb ikkilanib yurganimda mijoz bor-ku degansiz. Mijoz bor-ku, mijoz ko'chada turibdi, demak kirgizishimiz kerak, ochishimiz kerak degan qaror qilganman. Keyin yana bitta anaqa ham xodimlarni doim o'sha paytda o'sha savol-javob bilan xodimlarni olardim-da. Sen tafakkur rivojlantirish uchun nima ish qilasiz? Nutq chiqarish uchun nima ish qilasiz deb savol berardim-da. Keyin o'sha yerda siz darsda o'tgansiz, 01 1 o'sha narsalar, demak, shunaqa xodimlar olish kerak ekanki, o'zi bilsin. To'g'ri. Siz har doim ustida emassiz. Har doim siz o'rgatib tura olmaysiz. Xodimlar tanlaganda ham demak shunaqa normalari borligini o'shanda tushunganman. Misol men o'zim soham doirasida savol bera olardim, lekin keyin tushunganmanki, yana sohadagi zo'r mutaxassis bo'lish mumkin, lekin sizga qadriyati tushmasa, u sizniki bo'lmas ekan. O'sha vaqtda как раз bizda bitta qiz almashayotgan vaqti bo'lgan. Men hech ham achinmaganman ham, mayli, xayrlisi shu deganman. Qizlar, voy, zo'r ishlardilar, o'quvchilari ko'p deyishgan, mayli, xayrlisi shu. Men o'zim o'qitaman hamma o'quvchini deganman, o'qitib turganman, lekin xodimlar kelgan, bizaga mos kelgan. Mashalloh, xursand bo'ldim eshitib. Oxirgi savolingiz esimdan chiqdi. Raqobatchilardan sizning ustuvorlik tarafingiz bor. Aynan rivoj markazini. Rivoj markazi men o'zi endi ish boshlagan vaqtimdan bolada nutq o'zidan o'zi buzilmaydi. Miya faoliyati buzilganki, nutq buziladi derdim va har tomonlama bolani rivojlantirishga ahamiyat qaratardim. Uni fikrlashi, uni harakat ko'nikmalari, o'sha melkiy, krupniy motorikasi hammasi. Eshituv idroki, nutq o'zidan o'zi buzilmaydi. Miyani rivojlantirish ustida ishlaymiz. Nutq o'zidan to'g'rilanadi. Chunki bolaga oynaga qarab S degan, R deganingiz bilan uni imkoniyati bu yoqda yetmayapti. O'sha narsani to'g'rilaymiz. Mohiyat. Tegin ishlaysizlar. Zo'r. Ota-onalarimiz ham kelib aytishadi. Siz ish boshlagan vaqtingizdan boshlab buni tafakkurni ishlatdingizmi yoki tug'ishini tuzatdingizmi deyshadi. Biz tafakkurni tuzatamiz, bola tug'ishini o'zi tuzatadi deymiz. Shunaqa, tegini tuzatamiz. Bola muammosini anglaydi. Rni xatga qo'yishim kerak edi, tilim tepa tishim orqasida turish kerak edi degan tushuncha unda o'zida paydo bo'lib qo'ysa, u tez muammosini tuzatib oladi. O'shanga ildizini ishlashga harakat qilamiz, integratsiya qilamiz, miyani integratsiya usulida rivojlantiramiz. Qancha vaqt davom etadi o'rtacha
men endi bilaman. Siz aytgandingiz, ustoz, men vaqt qo'ya olmayman, men produkt qo'ya olmayman, hamma borada har xil ochiladi degandingiz. Lekin men nima dedim? Qo'yasiz, qilasiz baribir produkt degansiz. Tahlil, analitika bilan hamma narsani qilsa bo'ladi. Chunki agar siz 100 ta mijozga xizmat ko'rsatsangiz, 50 ta mijozga ko'rsatsangiz, 50 tadan aytaylik 30 tasida u 3 oy vaqtni o'ziga oldi. 10 tasida 4 oy vaqtni o'ziga oldi. Shu tahlil asosida keyingi byudjetni qo'yishni o'rgatgandim-da. Ya'ni hozirgi savolim ham qancha o'rtacha muddat oladi tafakkurni, miyasini men tushundim. Nutq u miyada mundoq anaqa bor, buralmagan qism bor, bosilmagan knopka. Bosilmagan knopka bor. O'zimga tarjima qilib o'shani aylantirib olgandan keyin nutq ochiladi-da. Ya'ni mexanizm ishga tushishi kerak-da. Mexanizm ishga tushirish uchun mana misol bitta hozir shu aytganingizdan bericha bolalarimizni kuzataman. Misol uchun tovushida muammosi bor, diqqatida hozir misol bolalar ham har xil nutqi chiqmayotgani bor, tovushi chiqmayotgani bor, grammatikasi yaxshi emasi bor. Tovushi chiqmayotgan bolalarimizda minimum 6 oyda tovushlar tuzalyapti. Diqqat yig'ilyapti. Bu уже degani ota-ona boshidan natijani sezish boshlaydi. Birinchi oyni o'zidan, ikkinchi haftani o'zidan ota-ona sezish boshlaydi. Bolam o'tiryapti, qiziqyapti, mashqlarni uyda mustaqil bajaryapti deyshadi. Lekin ular xohlagan tovushdagi natijalar uchun 6 oy ketishi mumkin. Intellektda muammosi bor. Misol uchun bolani tafakkurda muammosi bor. Fikrlay olmayapti. Misol qizil ko'ptovdan yig' desangiz, u yig'a olmayapti. Kubikka ko'ptovdan nima farqi bor? Ajrat desangiz qila olmayapti. Bunaqa bolalarda misol 1 yillab vaqtimiz ketishi mumkin. Ana tafakkur ham nima deydi? Analiz, sintez, solishtirish, umumlashtirish jarayonlari bor. O'shalarni hosil qilishimiz uchun u ham 6 oydan 1 yilgacha vaqtimizni olishi mumkin. Maşallah. Tafakkurni rivojlantirib, faqat tafakkurga urg'u qaratmaymiz, u yerda motorikasini rivojlantiramiz, u yerda nutq ham rivojlanadi, u yerda sensor tizim ham rivojlanadi. Ya'ni kompleks beramiz. Misol uchun bolaga o'sha dori deb oladigan bo'lsak, o'sha bitta joyini tuzatish uchun hamma narsani bitta tabletkada beramiz. 1 soat ichida beramiz. Zo'r. Taqsimlab beramiz. Zo'r. Menga har doim shu ta'lim sohasida shunaqa mutaxassislar, sizga o'xshagan mutaxassislarning bitta qadriyati yoqadi. Aslida mohiyatga e'tibor berish. Aslida mohiyatni tushuntirish. Tahlil qila olish va mana bu miyadagi mohiyat deya olish. Masalan, maktabda ham xuddi shunaqa qo'yganimiz baho emas, forma deymiz, shakl emas, shaklga qarab yurmaylik, hammani kiyimini kiymanglar. Sizga o'zi mosi bor va mohiyat bilimli bo'lsin. Mohiyat ajrata olsin. Mohiyat qanaqadir hayotida vaziyat keladigan bo'lsa, o'sha bilimlarni nima qilsin? Ishlata olsin va foyda olib kelsin. Lekin tabiiylikdagi baho momomiz xalqi bermaydi-da. To'g'ri. Universitetdagi diplomimiz momomiz xalqi bermaydi. Shuning uchun ham hozir bizning jamiyatda hard skills ko'payib ketgan, aqlli odam deyilyapti. Soft skills yo'q, o'zaro munosabatlar yo'q, ijtimoiy aloqalar yo'q, bir-birimiz bilan qanaqa tartibda muhokama qilishimiz kerak, taqdimot qanaqa bo'lishi kerak, o'zim yetuk inson sifatida qanaqa chiqishim kerak deydigan ko'nikmalarimiz farzandlarimizda ham hali shakllanmayapti. Bizda ham hali kamolat darajasiga yetgani yo'q deb hisoblayman. Juda ozchilik shuni tashkil qiladi. Men aytganim sizda bu yerda faqat savol yana shunaqa bo'ldi, masshtablashyapsiz, kengayyapsiz, faqat offlayn tarzda darslarni o'tib borasizmi, faqat sizni jamoat bu yerga kelib shug'ullanishdagi natija yaxshi bo'ladimi yoki buni viloyatda turib ham sizni onlayn darslaringiz bo'lsa, agar onlayn darslardan ham ular foyda olishi mumkinmi? O'z boshida maqsadga yarasha bo'lar ekan. Misol uchun Rivoj integrativ markaz butun dunyoda tanilsin, bilsin. Shunaqa O'zbekistonda, misol Turkiyada turibman, Dubayda turibman, Rivoj degan markaz bor ekan. O'shaning xodimlari haqida ma'lumot bilinsin degan niyatim bor edi. Keyin bir o'zimga qo'rquv paydo bo'lgandi. Qanaqa qilaman? Toshkentda bo'lsam, O'zbekistonda bo'lsam, qanaqa viloyatga tanilaman, qanaqa qilib chet elda tanishligim mumkin. Lekin hozirgi kunda bizda 5 ta onlayn trekking orqali ishlayotgan Turkiyadan, Dubaydan o'quvchilarimiz bor. Mashalloh. O'zbek bolalari
ota-onalar o'zligi aloqaga chiqishyapti. Instagramingizda ko'rdim, Telegramda sizni ko'rdim. Biza bilan onlayn ishlab bera olasizmi? O'shanda ham sizni hissangiz bor, chunki o'shanda aytgandingiz, nimaga onlayn trekking bor-ku degansiz. O'shani o'zida men o'qib chiqqanman, onlayn trekking nima? So'rashardi, lekin men qo'ydingiz, ya'ni onlayn trekking qo'ydik. Ya'ni bitta o'qituvchi biriktiramiz. Men 1 soat ona bilan onlayn diagnostika qilaman. Ya'ni bola ekran oldida o'tira olsa bola bilan yoki ota-ona bilan muloqot qilamiz, suhbatlashamiz, anketa to'ldiramiz. Keyin ular bola qila oladigan vazifalarni beramizda, uyda qilishadi, bizga videosini yuborishadi. Keyin anketa yuboramiz ularga, o'tda plus minus qo'yishadi. Bu ko'nikmasi bor, bunisi yo'q. Keyin biz unga qarab korreksion reja tuzamiz. O'qituvchi bilan o'tirib, korreksion reja tuziladi va o'qituvchi ularga misol to'g'ri keladigan vaqtda onlayn kirib, unga vazifa beradi. Shunaqa ishlab turib, yaxshi natijalarga olib borayotgan o'quvchilarimiz bor. Ya'ni onlaynga qadam qo'ydingiz, yaxshi natijalar ko'rindi, zo'r. Hozir mana Turkiyadan, Qashqadaryodan bor, Yangi yo'ldan bor. Ota-onalar kela olmayapmiz. O'rgating, men yana onadan so'rayman, agar siz motivatsiyangiz yetsa, chunki siz o'ta asosiy logoped defektolog bo'lasiz, biz yo'l ko'rsatamiz, coach bo'lamiz. Lekin o'zi shu ona o'zi birinchi pedagog bola uchun. Sizni imkoniyatingiz, resursingiz yetsa ishlaymiz. Yetadimi desam, yetadi deyshadi. Keyin bemalol biz ularga korreksion ishni o'rgatamiz. Juda ham yaxshi. Yana amallar niyatga bog'liq degan qadriyatda butun dunyoga tanilsiz. Hozir har qanaqa tadbirkor agar onlayn formatda o'zini ta'lim sohasida bo'ladimi, xizmat ko'rsatish sohasida bo'ladimi, savdo sohasida bo'ladimi, onlayn sohasiga o'tmasa, ya'ni bu umumiy biznes portfelda, umumiy bozorda o'zini ulushini yo'qotib qo'yishi aniq. Chunki kelajak bizda albatta onlayn foizini, onlayn formatni foizini 50% dan 80-100% gacha bo'lishni ham nima qilishyapti, taxmin qilishyapti. Shuning uchun kursimda ham aytib o'tganim, hammamiz onlaynlashamiz, onlayn savdomi, e-marketingni albatta bilishimiz kerak. Sizni birinchilardan bu boshlagansiz. Albatta meni xursand qildi. Bolani olib kelishadi, ham misol imkoni bo'lganda bir oyda bir olib kelayotgan ota-onalar bor. Imkoni yetmaganda onlayn qilib beryapmiz. Yaxshi natijalarga olib chiqishyapti. O'tizlar ham yaxshi, qizlarimiz ham hatto bu bola Qashqadaryodan, bolada shunaqa muammolar ishlaysiz desam, o'qituvchisi yozyaptilar, ishlayaptilar deb, ustoz, to'g'ri diagnostika qildikmi? Zo'r ketyapti bola. To'g'ri qildik, endi kelsa, Yangi yildan keyin kelishmoqchi. Yangi yildan keyin kelsa, yana bir tekshiramiz. Lekin bola zo'r, aytgan vazifamni joy-joyida yaxshi qilib beryapti. Zo'r. Demak, yaxshi ketyapmiz, xudo xolasa, onlaynda ham natija qilsa bo'ladi. Mashalloh. Endi raqamlarga o'tsak, baribir nima deyman, biznesda raqamlar gapiradi. Va raqamda hozirgi rivoj markazini va korreksion markazidagi umumiy daromad qancha? Hozirgi kunda bemalol ayta olaman, 100 milliondan oshiq. 100 milliondan. Bu tushum. Abonent to'loviga oson o'tdik biz. Misol uchun bizda kichkina markazimizda 100 mingdan olardik bir oylik, misol bitta individual dars 100 ming edi. Keyin hisob-kitob qilib, zararsizlik nuqtasini, o'qituvchining oyligini, arendani, o'yinchoqlarni minus qilganimda biz minusdaligimizni tushunganman. Demak, siz o'shanda ham aytdingiz, shuncha qiymatga 100 ming degandingiz. Hisoblashingizda to'g'rimi degandim, keyin bir hisobladik. Hisobladim, keyin ota-onalarga tushuntirdik. Biz 1 soat ichida bolaga shunaqa qiymatlar beryapmiz, shunaqa natija bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Bizning narximiz mana shu bo'tga o'tganimizdan keyin 150 mingdan bo'ladi. Men qo'rqqan edim, to'g'risi, ota-onalar ketib qoladi, markaz ko'p, ularga borishadi deb o'ylagan edim. Lekin xudoga shukr, bitta ham ota-onamiz ketib qolmadi, biz bilan qoldi. Keyin biz ularga yana sizlarga imtiyoz bo'ladi, abonent to'loviga o'tasizlar, 130 mingdan to'laysizlar, 20 ming sizlarga hamda yoningizga qoladi, 130 ming bo'ladi. Kunlik to'lab yuramiz desanglar ham to'lovni oldindan olinglar degandingiz, o'shanda esimda. Haftalik to'lov qilishingiz kerak, unda 150 dan bo'ladi, 3 ta darsga 450 ming dushanba kuni to'laysiz, bo'ldi. O'qituvchi band sizlarni kutadi, darsini o'tadi. Lekin hamma ota-onalarimiz deyarli abonent to'lovini tanlashgan, o'tishgan. Abonent to'lovi bir oylik to'lov. Umumiy kelishini qo'ygan 12 ta dars. 12 ta dars uchun oyi boshida shu 10-sanagacha uzog'i to'lov qilishadi. Keyin hisob-kitobimiz to'g'ri, qarsiz ketyapti, xudoga shukr. Abonent to'loviga o'tkazganmiz. Zo'r. Даже hamkorlar instrument qo'llash o'sha bizim
tizimga qo'yib qo'yib olishi sababi bo'ladi. Chunki oldin ishlaganimizda kunlik ham to'lashardi, oylik ham to'lashardi, bizda chalkashlik ko'p bo'lardi-da. Bu qanaqa to'layotgandi, bu mana bisaniga to'labdi, bunisiga to'lamabdi. Abonent to'lov ancha bizga yengil bo'ldi. Keyin ularga pechatlab qo'yib beramiz, dars o'tildi. Ularga ham qiziq. Ota-ona ham ko'ryapti, o'tilyapti, птичка qo'yilyapti, to'lov qilgan. Bu juda yengil bo'ldi. Hatto ko'p menga mutaxassislar aytishyapti, qanaqa qilib o'tqizdingiz? Biz hali ham o'tqiza olmayapmiz. 6 oy bo'ldi. Bizda oson o'tdi, Xudoga shukr. Zo'r. Raqamlarga o'tamiz. Hozirda Rivoj markazini oylik daromadi necha pul? Oylik daromadimiz 130 milliondan oshgan. 130 milliondan oshgan, zo'r. Xarajatlarimiz ham yarmi xarajat, yarmi foyda desak ham bo'ladi. Arenda, keyin oyliklarimiz o'zgaruvchan. Bola soniga qarab oylik olishadi. Sizni eng yaxshi nuqta ham shu, oylikni o'zgaruvchan bo'lganligi, o'zgaruvchan xarajatlar tarkibida bo'ladi. Klient keladi, oyligini berasiz. Klient doimiymiz faqat arendada, doimiymiz arenda. Faqat arenda. Bu juda ham chiroyli biznes model. Masshtablashadigan biznes model. To'lganda patolog bo'lganda qancha o'quvchi bo'ladi va qancha daromad bo'lishi kerak? To есть qancha yetmayapti, qancha hali deltamiz bor. Yana yarmi shuncha milliondan oshib. Yana shuncha bor. Hozir to'lganimizda, o'shanda aytgandingiz, full bo'lishi kerak, Nilufar full degandingiz. Hozir mana bizda bir 90 ta bolamiz bor, lekin mana kelolmay qoladigan shunaqa o'quvchilarimiz bo'ladi. Shularni inobatga olib, bizda bir oyda mana bizda endi 3 kundan dars hisoblanadi-yu. 150 ta o'quvchimiz bo'lsa, to'liq chiqamiz, unda o'sha daromadimiz 300 milliondan, 400 milliondan bemalol oshadi. Zo'r. Nima zararsizlik nuqta? Zararsizlik nuqtamizni uzoq o'ylaganmiz, sizni ham rosa boshingizni qotirganmiz, hamma buxgalterlarning boshini qotirganmiz, bizda negadir boshqacha chiqyapti, to'g'ri kelmayapti. Mana hozir zararsizlik nuqta yopilish uchun, umumiy xarajatlarimiz yopilish uchun 573 ta qabul bo'lishi kerak bir oyda. Bizda bo'lyapti 900 ta mingta. Zo'r. Xuddi aytganingizdek, qarang, zararsizlik nuqtasida qancha tepada bo'lsa, xuddi shuncha marja bo'ladi. 50% marjaga to'g'ri kelyapti raqamlar. Men tekshiryapman. Lekin haqiqatda raqamlar gapirar ekan, bir oylik bunday hisob-kitob qilganimda Nilufar bo'shsan deyapti. Harakat gapiryapti. Muzlatilgan pulni ko'ryapsiz, ya'ni imkoniyat bor edi, lekin shuncha joy bor, bo'sh. Zo'r. Sen bo'shroq ketyapsan. Mediaga qaratasanmi, sarafonli radiomi, bog'chami, maktabmi, harakat qilishing kerak degan gapni gapirishyapti raqamda. Sredniy chekimiz hozirgi kunda so'mmada-da. So'mda. 130 ming. 130 minglik abonentda sredniy chek bo'lyapti. Abonent to'lov bilan 130 ming. Bizda yana faqat individual dars emas, biz guruhli darslar ham qo'shganmiz. AFK mashg'ulotimiz bor, mini bog'chamiz bor ichida. Produkt ko'paytirganmiz. Aylanamiz. Mijoz atrofida biznes quryapmiz. Dvigatelniy terapiya ochmoqchimiz, xudo xolasa. Keyin normada rivojlanayotgan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'ryapmiz, orqada qavatda. Ular uchun mini bog'cha ochganmiz. Ya'ni bola uyda telefonda oyisini asabini buzmasin-da, kelsin biz bilan rivojlansin, o'ynasin. Shunaqa narsalar ochganmiz. Men hozir Nilufar Pro Business haqiqatan birinchi potokda bo'lgansizlar, birinchi oqimda bo'lgansizlar, lekin hozirgi natijalar haqiqatdan meni so'yintirdi. Hatto bitta ekspert darajasida 14 yillik tajribaga ega bo'lib turib ham raqamlarni xuddi shunaqa tahlil qila olish va hammasiga ikkilanmasdan javob berish, eng asosiysi trigger etamasligi. Mana shuncha imkoniyatim bor, shuncha joyimni to'ldirmasam bo'lmaydi. Targetga, kanallarga va albatta sarafan bo'yicha, endi eng katta baribir ta'lim sohasida eng katta anaqa asos sarafan bo'ladi. Baribir tavsiya bo'ladi, chunki bu tavsiya qilgandagina ota-ona ishonadi. Shunaqa formatda isbotlab beryapsizki, har qanaqa mutaxassislar, ekspertlar va sohasini fidoyilari raqamlarni o'rganib, bemalol biznesini yo'lga qo'yishi va bemalol masshtablashishi va hatto arenda necha pul to'laysizlar uni ham? $2000. $2000 arendadan men shuni olaman deb mana xuddi shunaqa katta sharoitlar bilan qo'shimchasiga $12000 vложение bilan kirish bu biznesni yaxshi tahlil qilishdan va niyatni kattaligidan davolat beradi. Bugun Nilufar xonimni chiroyli markazlarda mehmon bo'ldim. Manfaatli podkast qildik va haqiqatda bu podkastimni yana bir marta bugun Rivoj markazida mehmon bo'ldim. Nilufar xonim shogirdimni
bizneslarni yana bir marta tahlil qildik, raqamlarda gapirdik, ekspertliklarni ochdik va men o'zimni oliy maqsadimga yana bir qadam yaqinlashganimni sezdim. Aynan Pro Business Woman kursini juda ham katta niyat qilib, aynan tadbirkorlarni bemalol raqamlarda tahlil qila oladigan biznes qilishlarini va masshtablashishlari qo'rqinchli emasligini, o'zlarida ishonch yo'q bo'lgan bo'lsa, moliyani bilganlari va marketingni bilganlari, xodimlarni to'g'ri KPI bilan boshqarishlarini hammasini o'rgangan har qanaqa mutaxassis o'zini biznesini bemalol katta raqamlarga, katta daromadlarga olib chiqishning yana bitta guvohini ko'rdim va o'zimni oliy maqsadimga bir qadam yaqinlashdim deb bilaman. Buning uchun Nilufar sizga rahmat. Sizga rahmat ustoz. Haqiqatda chiroyli bitta markazi asoschisi, rahbari va eng asosiysi maqsadingizni ikki dunyo manfaati uchun bo'lgani, bolajonlarimizga chiroyli yo'l ko'rsatib, bolajonlarimizni nutqida, aytganingizdek tafakkurida, ularni eng katta olim, ulamo bo'lishlarida qo'shayotgan hissalaringizni Allohim o'zi ajr mukofotini bersin deyman. Mani sababchi qilib qaysidir ma'noda buni katta markazlarga aylanishi bo'lganiga Allohimga shukr aytaman. Shunaqa ustozlarim borligi uchun ham men ham shukr qilaman, Xudoga shukr. Hech ham ustoz tanlashda adashmaganim uchun shukr qilaman. Chunki Instagramda har xil moliyachilarni ham kuzatdim, har xil mentorlik o'rgatadigan, har xil moliyani, shaxsiy moliyani o'qitadigan har xil mutaxassislarni kuzatdim, lekin hech qaysiga bir jiz etib bora olmadim, o'qiy olmadim, onlayn ham o'qiy olmadim. Lekin sizni shu bitta seminaringizga borganimni o'zida shunday to'lov qildim. Meni ya'ni sizdagi bilimni men qabul qila olaman, qadriyatimiz bir xil ekan dedim. Va eng to'g'ri yo'l bo'lganidan xursandman. Boshqalarga ham bemalol tavsiya qila olaman, qilganman ham, xudo xolasa. Rahmat. Ustoz tanlash ham juda qiyin ekan, to'g'risi. Men ham o'zimni sohamda ham haligacha shu yerda ustoz topa olmaganman, Toshkentda, O'zbekistonda. Ya'ni nima deydi, mana nutqni to'g'irlash o'zi tashqi tomondan to'g'irlashadi ko'pchilik. Men aytaman, nimaga tashqi qizlarimga ham aytaman, og'zaki ettirmanglar, o'zi etsin, o'zi bu yoqdan kelib etsin. Ya'ni u tashqi tomondan tuzatiladigan narsa emas, miyam buzilib turibdi. Miyani to'g'irlash kerak. Fishkamiz tafakkur deyshadi qizlar o'zi. Maşalloh. Tafakkur qilish. Shunga o'xshab mana ustoz tanlashda rosa qaysarligim bor ekan, to'g'risi. Uncha onlayn kurslarni ham o'qiy olmayman. Oldin yaxshilab tekshirib chiqib sintez Mana ham yaxshi tekshirgan shekilli. Yo'q, sizni tekshirmaganman, chunki sizda qanaqadir qadriyat, samimiylik, menga yaqinlikni his qilganman-da. Shunda bitta yozilganman, borganman. Men har shanbadan shanbani kutardim. Hamma o'quvchilarim shunaqa deydi. Shanbadan shanbani kutardim. Bugun zo'r narsa o'rganamiz. Networking ham zo'r edi, qizlar bilan gaplashish, sizdan o'sha bilimlar olib, qo'llash. Qanaqa qilib 1,5-2 oyimiz o'tib ketganini bilmayman. Va davom etamiz. Davom etayotganimiz etamiz. Chunki nima deydi, bir-biri bilan siz aytayotgan ayollar bir-biriga ilmini ham, energiyasini ham shartsiz, manfaatsiz bera olishi, havasda bera olishi, havas qila olishi katta energiyaga sababchi bo'ladi va biz Pro Business Women klubini qilganmiz, aynan bir-birimizdagi shunda ham rosa xursand bo'lganim zo'r bo'pti, klub ochilyapti. Energiyalarimizni nima qilish uchun, to'g'ri taqsimlash uchun. Bugungi kunimiz ham bitta chiroyli, xayrli, savobli ishlarni qilishimizga sababchi bo'ldi. Inshaalloh bizni kuzatuvchilarimiz ham o'zlariga kerakli ma'lumotlarni aynan farzand tarbiyasida, farzandlarni to'g'ri nutqini shakllantirishda, tafakkurini shakllantirishda ularga foydali bo'ladigan bilimlarni olishdi deb umid qilamiz. Bundan keyingi podkastlarimiz bundan ham manfaatli bo'lishini Allohimdan so'raymiz. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar.